Plus bosib yuboringlar. Plus. Ketdik. Chatga plus solamiz. Yaxshi tilayotgan bo'lsam, yaxshi ko'rinayotgan bo'lsam. Xo'p, yana bir bor hammaga assalomu alaykum, aziz do'stlar. Bugun mavzuyimiz juda ham uzun, juda ham qiziq, xudo xohlasa. Ko'pchilik aynan shu mavzuni orqali meni tanigan, ko'pchilik aynan shu mavzuni mendan so'raydi. Qanday qilib xotirani rivojlantirish mumkin va qanday qilib ma'lumotni eslab qolish mumkin. Bugun men sizlarga asosiy narsalarni aytib o'taman. Bazani, ya'ni baza deganda o'sha poydevorni aytib o'taman. O'zingizlar xotirangizni rivojlantirishinglar mumkin bo'ladi, xudo xohlasa. Va bugun xorijiy so'zlarni eslab qolish, kitobdagi ma'lumotlarni eslab qolish, qisqasi hammasini ko'rib chiqamiz. Slayd topib chiqinglar, boshlaymiz, sekin bir chekkadan. Xo'p, demak, chet tili so'zlarini 10 barobar tezroq eslab qolish va xotirani rivojlantirish haqida bugun gaplashamiz. Plus kitobdagi ma'lumotlarni eslab qolish haqida gaplashamiz. Plus bugun yana bitta surpriz bor, hozir aytib o'taman. Xo'p, demak, kecha nimalarni o'rgandik? Kecha dangasalik, prokrastinatsiyaning farqi nimada? Nima uchun dangasalik, prokrastinatsiya kelib chiqishini ko'rib chiqdik. Prokrastinatsiyani qanday qilib yengish mumkinligini gaplashdik. Mindset haqida gaplashdik sizlar bilan birga. Kimga kecha qaysi insight bo'ldi? Kim nimani bajarib ko'rdi? Chatga yozishingiz mumkin. Qolganlar kirguncha ko'rib turamiz. Qanaqa insightlar bo'ldi kecha? Nima bo'ldi o'zi? Nimani hal qildinglar? Yigitlar, ovoz qanaqa? Bir marta ochib ko'ringlar o'zingizlarni. Ana yaxshimi? Bo'ldi, chotki. Hop. Yozib ko'ramiz. Tak, 5 sekund. 5 soniya. Tak, salom hammaga 5 sekund. Prokrastinatsiya yengdim va hokazo. Xo'p, demak, boshlashimdan oldin, mana kecha qanaqadir insightlar olgansizlar, ovoz yaxshi deb yozib yuboringlar, ovoz yaxshi bo'lsa iltimos. Ovoz yaxshi deb yozib yuboringlar chatga. Ovoz yaxshi deb yozinglar, bo'ldi, men keyin boshlayman bir chekkadan. Chatga yozib yuborishinglar mumkin, ovoz yaxshi. Men bir chekkadan boshlayman. Slaydni olib chiqib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ovoz yaxshi deb yozinglar. Ketdi, ovoz yaxshi. Okay. Xo'p, demak, qarab turinglar. Kecha nimalarni o'rgandik? Kecha dangasalik haqida gaplashdik. Mana kimdir 5 sekund texnikasini ishlatgan, kimdir boshqa texnikani ishlatgan, kimdir yana qanaqadir insight olgan. Undan tashqari kecha Superman taqdimoti bo'ldi, ko'plab sovg'alar bo'ldi, yangi kitobimning taqdimoti bo'ldi. Yangi kitobim bilan sizlarni tanishtirdim, Superman kitobini ko'rsatdim. Kursga kimdir yozildi va hokazo. Bugun yana ko'plab sovg'alar bor, plus bugun yana boshqa narsalar bor. Hozir tushuntiraman. Kim nimani o'rgangani haqida so'radim. Ko'pchilik kecha ham 5 sekund deb yozgan edi. 5 sekund deb yozgan edi. Va hokazo. Endi bugun 3-kun. Bugun sizlar bilan birgalikda qanday qilib miyamizni super qobiliyatdan foydalanish mumkinligi haqida gaplashamiz. Bitta zo'r qobiliyati bor. Ko'pchilik bu narsani bilmaydi. Ko'pchilik e'tibor bermagan ehtimol. Bu narsani men tushuntirib o'taman. Xo'p, xotira qanaqa ishlashini tushuntirib beraman sizlarga. Til o'rganishdagi muhim asosiy qoidani aytib beraman. Xo'p, chet til so'zlarini eslab qolish uchun 3 ta asosiy usulni ko'rib chiqamiz. Chet til so'zlarini eslab qolish uchun, aynan eslab qolish haqida gaplashamiz va uni keyinchalik o'zi aktivlashtirishga kerak bo'ladi. Bu borada o'zi bugungi spikerimiz sizlarga xudo xolisa yordam beradi. Qanday qilib kitobdagi ma'lumotlarni eslab qolishni o'rgataman, onboarding qilib beraman. Supermeya loyihasini bugun xudo xolisa onboarding bo'ladi va mehmon speaker, super mehmon speaker deb bekor aytmadim. Haqiqatan ham ishini o'z ustasi. Meni nazarimda O'zbekistondagi eng kuchli specialist o'zini yo'nalishida. Xo'p, va sovg'alar, oxirida sovg'alar. Endi tashkiliy masalalar 30 soniya farq bo'ladi, xudo xohlasa. Jonli efir to'xtatish mumkin emas, zapis bo'lmaydi. Moderatorlar chat nazorat qilishadi, bir-birlarga urushib yurmanglar. Master-klass davomiyligi taxminan 2,5 soat bo'ladi. Instagramdan ham belgilashingiz mumkin. Men kamida like bosib qo'yaman, kirib ko'rsam xudo xohlasa ertalabdan. Xo'p, demak, jonli efir oxirida sovg'alar bo'ladi, oxirgacha o'tirganligi. Maxsus video darslik bo'ladi va plus mana bunaqa qo'llanma bo'ladi. So'zlarni eslab qolish bo'yicha. Xorijiy so'zlarni eslab qolish bo'yicha maxsus qo'llanma bor va video darslik bo'ladi. Xo'p, demak, ya'ni video darslik qanaqa bo'ladi? Miyani 100% potensialni ishlatish haqida bo'ladi. Default mode network, ya'ni default tizimi haqida bo'ladi. Endi o'zim haqimda qisqacha aytib beraman. O'zim haqimda prям qisqa aytib beraman, xudo xolisa. Va undan keyin bir chekkadan boshlaymiz. Tak, meni ismim Davronbek, familiyam Turdiyev. Superman loyihasining asoschisiman. Oxirgi 5 yilda 46 mingtadan ziyod inson menda ta'lim oldi, ya'ni onlayn kurslarda aniqrog'i. 8 yildan ortiq dars beryapman. 13 ta kitob muallifiman, 3 ta kitob.
12 yildan beri eslab qolish bilan shug'ullanaman va O'zbekiston Milliy sport federatsiyasi rahbariman hozirgi kunda. Xo'p, endi miyamizning eng kuchli qobiliyatlari aniqroq eng kuchli qobiliyati qaysi? Nima deb o'ylaysiz? Chatga yozinglar. Nima deb o'ylaysiz? Eng kuchli qobiliyat qaysi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eng kuchli qobiliyat. Endi men hamma ovoz past deb yozyapti yigitlar. Yo, chatni ko'ryapsizlarmi o'zi? Naushnikni yechib eshitib ko'ringlar. Fikrlash, eslab qolish, tasavvur, obraz, tasavvur, xotira, eslab qolish. Hop. Assosiativ xotira, ko'rib eslab qolish va hokazo. Ya'ni xotira, eslab qolish, diqqat va hokazolarni yozyapsizlar. Masala nimada? Miyamiz bitta ajoyib qobiliyati bor. Bu qobiliyat ko'pchilik, bu qobiliyatga aniqroq ko'pchilik e'tibor bermaydi. Bu qobiliyatga e'tibor bermaydi. Qobiliyatning nomi taqlid. Qaranglar. Bizning miyamizda ko'zgu neyronlar bor. Ko'zgu degan bitta zo'r usul bor. Men odatda odamlarga o'zini xotirasini rivojlantirishni o'rgatganimda aynan shu usulni o'rgataman. Men aytaman, mana shu usul bo'yicha eslab qolinglar, mana shu usul bo'yicha o'zingizlarni rivojlantiring. Farqi yo'q, tam til o'rganyapsizlarmi, boshqa narsa qilyapsizlarmi? Bu miyamizni takoy super qobiliyatiga o'xshaydi. Ko'zgu usuli qanaqa bo'ladi o'zi? Mana bunaqa narsa bor-da. Qaranglar, mana xotirani rivojlantirganda mendan ko'pchilik so'raydi. Davron aka deydi, katta hajmdagi ma'lumotni eslab qolgansiz. Ya'ni qanday qilib mana shu darajagacha xotirani rivojlantirish mumkin? Birinchi o'rinda mana shu ko'zgu qobiliyatini o'zingizlarda yoqishinglar kerak. Bu nima degani? Giacomo Rizzolatti degan inson o'tgan asr yarmida taxminan bizning miyamizda shunaqa hujayralarni aniqlagan. U hujayralar taqlid qilishga qodir bo'ladi. Qarab turinglar, ko'rsatib beraman. Ko'zgu neyronlar deydi u hujayralarni. Qanaqa ishlaydi u hujayralar? Bir kishidan nimanidir biz o'g'irlashimiz mumkin taqlid orqali. Misol uchun, yoshligingizda televizor ko'rasizlar. Televizor ko'rasizlarda, deylik, mana yosh bolalarda bo'ladi bu narsa ko'p. Kim eslaysiz mana shunday? Televizor ko'rgansizlarda qaysidir bitta boyevik ko'ryapsizlar. Bir kishi uryapti, otyapti, 10 ta odamni otib yuboryapti, kelyapti, og'darib tashyapti, mashinada kelyapti, u qilib tashyapti, bu qilib tashyapti-da va ertasi kuni sizlar takoy urushkinglar kelyapti. Ya'ni yoki deylik, hozirgi yoshlarda ko'p narsa tam birorta mafiya kinoni ko'rib oladi, Shelby'ni ko'rib oladi yoki Qashqarlar makonni ko'rgan yoshligida kimdir, misol uchun meni yoshimdagi bolalar o'shalarni ko'rganda o'shalarga taqlid qilgan. Kimda bo'lgan? Men deb yozinglar. Ya'ni ko'rasiz, misol uchun mafiya haqidagi kinoni, ertasi kun takoy seryozni maktabga kelasiz. Jim o'tirasiz. O'zi gapiraverasiz to'xtamasdan. Qolgan kunlari qo'yib bersa yopilmaydi og'iz, gapirasiz, lekin o'sha kuni kino ko'rib olganingiz uchun hali kinosiga ta'sir qiladi. Kinosiga ta'sir qiladi. O'tiraverasiz. Seryozni. Men deb yozaylik, kimda bo'lgan shu narsa? Mana men ketdi. Yoki deylik, boyevik ko'rib olasizlarda, bitta urushadigan odamni ko'rib olasizlarda, haligi odam urushadi, hammani to'kib tashlaydi, sindirib tashlaydi, nimadir qiladi-da. Undan keyin urush ko'rganingizdan keyin duxinglar orishadi-da, borib turib urushasizlar. Maktabga borasizlarda, maktabda urushni boshlaysizlar kimdir bilan yoki o'zingizlarcha urushqoq bo'lib qolasizlar. Qisqa qilib aytganda taqlid qilamiz. Yoshligimizda bu narsa juda ham kuchli rivojlangan. Bolalar tilni qanday o'rganadi? Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Bolaga hech kim present simple yana bir narsani o'rgatmaydi. Bola taqlid orqali o'rganadi. Bola eshitadi, qaytarishga harakat qiladi, takrorlashga harakat qiladi. Artikulyatsion apparat deydi. Og'iz bo'shlig'i, til va hokazo mushaklarni rivojlantiradi, o'rganadi. Yoshligimizda hammamiz taqlid qilganmiz. Kimdir tam jumon bo'lgan, kimdir kimga taqlid qilgan yozib yuborsanglar ham bo'ladi. Kimni o'ynagan yoshligida. Chatga yozib yuborsanglar bo'ladi. Ya'ni qizlar ham taqlid qiladi, bolalar ham taqlid qiladi va bu narsa yoshlikda juda ham yarki bo'ladi. Borgan sari bu narsa kamayadi, lekin baribir umrimiz oxirigacha qoladi. Umrimiz oxirigacha boshimiz ichida qoladi. Bu narsani ko'zgu deydi. Ya'ni bu narsadan qanday qilib foydalansa bo'ladi? Men sizlarga taklif qilaman. Men o'zim ham shaxsan men uchun eng kuchli xotira egasi bor, dunyodagi eng kuchli xotira egasi, ismi Alex Malin.
Men tarixdagi eng kuchli nima deb hisoblayman shu insonni. Mashina bor, robot, haqiqiy robot bu odam, eslab qolish bo'yicha o'ta kuchli xotirasi. Men doim o'zimni shug'ullanishlarni boshlaganimda o'tirib raqam yodlaymanmi, kitob yodlaymanmi, nimadir yodlayman. Men o'zim Alex Malni tasavvur qilardim. Ko'zim oldiga bu narsani keltirardimda, ya'ni u odatda nima qiladi? Misol uchun nimadir yodlab qolmoqchi bo'lsa, qo'limni ustiga qo'yadi, partaga bunday suratni o'ziga deydi. Men ham xuddi shu narsani o'zimga qaytarib odat qilib qolganman menga. Men ham примерно shunaqalik qilaman. Nima qilsanglar bo'ladi? Ro'yxat qilib olsanglar bo'ladi boshlanishiga. Hozir mana mashqlarni qilishimizdan oldin bitta ro'yxat qilsanglar bo'ladi. Qanaqa ro'yxat? Jihatlar va insonlar ro'yxati. Jihatlar deganda nimani aytyapman? Qarab turinglar, bunday qilasizlar. Bitta list olasizlar. Misol uchun, iroda. Kuchli xotira. Qanaqa jihatlarni o'zingizda rivojlantirmoqchisiz? Chatga yozinglar. Kuchli xotira. Intizom. Intizom. Chiroyli gapirish. Qanaqa jihatlarni o'zingizda rivojlantirmoqchisiz? Chatga yozinglar. Misol uchun ham irodani rivojlantirmoqchi kimdir, kimdir kuchli xotirani rivojlantirmoqchi, kimdir intizomni rivojlantirmoqchi, kimdir chiroyli gapirishni rivojlantirmoqchi. Xo'p. Kim qanaqa jihatlarni rivojlantirmoqchi? Xotira, kuchli xotira, kuchli intizom, kuchli xotira, intizom, iroda va hokazo. Endi nima qilasizlar? Qaranglar. Rivojlantirmoqchi bo'lgan jihatlaringizni olasizlar, olib turib bitta spisk qilasizlar. Ya'ni ro'yxat qilasizlar. Mana shunaqa ro'yxat qilasizlar. Va ro'parasiga mana shu jihat bor insonni yozasizlar. U inson olamdan o'tib ketgan bo'lishi mumkin, u inson tarixiy shaxs bo'lishi mumkin, u inson mediada bo'lishi mumkin, u inson tanishingiz bo'lishi mumkin, u inson tanimasiga farqi yo'q. Yozasiz. Misol uchun iroda. Iroda deganda kim esga keladi? Deylik, Karelin. Sizlar tanimasanglar kerak, bu olimpiya chempion, kurashchi. Men misol uchun iroda deganda mana shu odam irodali deb o'ylayman. O'ta kuchli xotira. Aytaylik Alex Malin. Intizom. Deylik Ronaldo misol uchun. Ronaldo Cristiano. Xo'p, chiroyli gapirish. Misol uchun Tony Robbins. Tony Robbins va mana shunaqa qilib qaysi jihatni o'zingizda rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, ro'yxat qilasiz, anaqa jihatlarni, ro'parasiga o'sha jihati bor insonni yozib qo'yasiz. Va mana shu joyda bitta zo'r narsa qilsangiz bo'ladi. Har safar sahnaga chiqishdan oldin o'zingizni Tony Robbins tasavvur qilasiz. Miyazi ko'zgi neyronlarni ishga solasiz. Har safar intizomli bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni Ronaldo tasavvur qilasiz. Misol uchun, ya'ni sizlar ro'yxatinglar boshqacha bo'lishi mumkin. Har safar nimadir yodlab qolishga o'tirganingizda o'zingizlarni shu xotirasi kuchli inson tasavvur qilasizlar. Boshida zo'r natija bermaydi, lekin mana shu narsa sizlarga o'tishni boshlaydi. Misol uchun, mana bunaqa narsa bor. Qaysidir do'stinglar bor, deylik, qaysidir do'stinglar bor. Haligi do'stinglar qo'lini bunday qilib gapiradi. Qo'lingizni bunday qilib gapirishni boshlaysiz. Yoki qaysidir do'stinglar bunday qilib o'ylaydi. Bunday qilib o'ylashni boshlaysiz. Tam ko'p bo'ladi bu narsa. Misol uchun bir kishini kuzatasiz, deylik, podkastlarda, boshqa joyda o'tdi, xarakterini o'zingizga olishni boshlaysiz. Mana shu narsa ko'zgu neyronlar ishi. Ular polностью o'lib ketmaydi. Prosta yoshligimizda sal kuchliroq ishlaydi. Keyin borgan sari sekin-sekin o'tirishni boshlaydi, pasayishni boshlaydi. Endi masala nimada? Qaranglar. Yana bir marta. Ro'yxat qilasizlar, jihatlar ro'yxati. Jihatlar ro'yxatini qilganlardan keyin o'sha jihat kimda borligini ro'yxatini qilasizlar. Va shunchaki o'sha insonni kuzatib, ularga taqlid qilishga harakat qilasizlar. Bo'ldi. Mana shu narsa sizni ko'zgu neyronlaringizni zapusk qilib yuboradi. Ya'ni ko'zgu neyronlar ishga tushadi. Tushunyapsizmi? Ishlashni boshlaydi va siz o'zingizni o'sha rivojlantirmoqchi bo'lgan jihatlaringizni rivojlantirishni boshlaysiz. Endi, ya'ni kimga tushunarli bo'ldi? Plus bosinglar, oddiy juda ham ro'yxat qilasiz. Ro'yxat ro'parasiga odamlarni yozib chiqasiz. O'sha jihat kerak bo'lganda haligi odamga taqlid qilasiz. Bo'ldi, tamom. Boshqa prinsip hech narsa kerak emas. Plus bosib yuboringlar. Plus bosib yuboringlar, iltimos. Agar tushunarli bo'lsa.
Xo'p, demak, davom etamiz. Qarab turinglar. Endi savol. Super kuchli, dahshatli darajada kuchli xotira bu tug'ma super kuchli bo'ladimi? Yoki shug'ullanish orqali keladi. Nima deb o'ylaysizlar? Tug'ma, mashq. Yozinglar chatga. Kim shug'ullanish deb o'ylasa, mashq deb yozsin. Kim tug'ma deb o'ylasa, tug'ma deb yozsin. Chatga yozamiz o'zimiz fikrimizni. Bu yerda qanaqadir to'g'ri fikr bor yo'qligini man sizlarga tushuntirib beraman. Asosiysi o'zingizlarning fikringlarni chatga yozishingiz mumkin. Yozamiz. Mashq, mehnat, mashq. Mana mashq ketdi mashq qilib. Bay. Xo'p, demak, ko'pchilik mashq deb yozyapti. Ko'pchilik mashq deb yozyapti. Tug'ma deb yozyapti. Ikkalasi ham deb yozyapti. Shug'ullanish deb yozyapti. Ko'pchilik mashq deb yozyapti. Kimdir tug'ma deb yozyapti. Qaranglar, men real narsani aytib beraman xotira haqida. Bilmayman, men nazarimda O'zbekistonda bu darajada ko'p vaqtini bu narsaga hech kim sarflamagan, xotira bilan shug'ullanishga va xotira haqidagi ma'lumotlarni izlashga. Men sizlarga bitta narsa aniq ayta olaman. Tug'ma o'ta kuchli xotira juda kamyob narsa. Juda kam uchraydigan narsa. Men bunaqasini hali ko'rmadim. Mana men Davron Turdiyev shuncha minglab inson bilan ishlab, ko'rishib, shuncha chet eldagi musobaqalarga borib, bolalarni olib borib, bellashtirib, tug'ma kuchli xotirali insonni ko'rmadim. Bor bunaqa odamlar. Tipa men ko'rgan oralarida, lekin takoy o'ta kuchli emas. Ozgina kuchliroq o'rtachada. Tushundinglar? Ya'ni men nima demoqchiman? Bu nima degani? Bu degani bunaqa insonlar yoki juda kam yoki yo'q. Ya'ni bor bo'lsa ham juda kam. Tushundinglar? Ya'ni o'ta kam insonlar. Ko'pchilik menga o'xshagan odamlar xotirasini rivojlantiradi. Xotirasi, ya'ni ko'rganmisizlar, sportsmenlarni ko'rasizlar-ku, mana misol uchun tasavvur qilinglar, ko'chada bitta sportsmen ketyapti. Sizlarga savol. Bitta sportsmen ketyapti, govdalari chiqqan, qo'llari chiqqan, qo'ldan tomirlar chiqqan, bo'yinlar mana shunday presslar chiqqan, mana ketyapti ko'chada, tako uverni ketyapti. Vashi baquvvatda. Siz o'sha insonni ko'rsangiz, xayolingizga nima keladi? Shunaqa tug'ilgan deb o'ylamaysiz-ku. Odam shunaqa tug'ilgan, mana bunaqa bitslar bilan tug'ilgan. Bola unaqa tug'ilmaydi, bola hech narsa bilan tug'ilmaydi. U haligi mushaklari katta bo'lmaydi. Mushaklar rivojlanadi. Xotira bilan ham primerini shunaqa. O'ta kuchli xotirani ko'rsangiz, ishoning, birinchi kalingizga kelish kerak bo'lgan fikr bu katta ehtimol bilan o'zini shug'ullantirgan bo'lsa kerak bo'lish kerak. Ko'p holatda to'g'ri chiqadi. Tug'ma o'ta kuchli xotirali insonlar nihoyatda kam. O'tam bilmadim, 1 milliontadan bittamikin Xudo biladi, nechtadan bittaligini. Bunaqa insonlar o'ta kam. Bu yaxshi belgi. Nimaga? Sababi har bitta shu yerda o'tirgan inson o'zini xotirasini rivojlantirishi mumkin. Meni xotiram ham rivojlangan, ya'ni eslab qolish orqali bu narsa bo'lgan. Endi xotira bilan bog'liq bo'lgan asosiy muammolarni sanab o'taman. Meni oldim keladigan insonlar shu muammolarni har holda aytadi. Birinchisi, yangi ma'lumotni yodlay olmaslik. Umuman hech qanaqa yangilik bosh ichiga kirmaydi, yodda olmaydi, eslab qola olmaydi, bilmaydi, tushunmaydi, qiynaladi, eplolmaydi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, yangi ma'lumotni eslab qola olmaydi, buni oqibatida qiynaladi. Va ko'pchilikda bu muammo bo'lishi mumkin. Meni oldim keladigan insonlar aynan shundan shikoyat qiladi. Aytishadiki, Davron aka yangiliklarni eslab qola olmayman, yangi ma'lumotlarni eslab. Ikkinchisi chet tili so'zlari. Meni zaproslarimning eng kattasi shu. Men misol uchun men til o'qituvchisi emasman. Men odamlarni tam tilga boshqa narsaga ta'minlamayman, lekin til o'rganishdagi ayrim muammolarni meni zonamda hal bo'lishi mumkin. Misol uchun chet tili so'zlarini eslab qolish. Yoki deylik, nima uchun odamlar til o'rgana olmasligi haqida bitta jahon statistikasi bor, hozir ko'rsatib beraman sizlarga, qoyil qolasizlar. Shaxsan men hayron qolganman, birinchi ko'rgandim. Chet tili so'zlarini eslab qolish. Bugun gaplashamiz bu haqida. Odamlarning ismlarini eslab qolish. Bu ham muammo ba'zilarda, ya'ni odamning ismini eslay olmaydi. Men uning ismini eslay olmayman. Misol uchun mana kimda mana bunaqa tanish bor. 3 yil, 4 yildan beri tanishisizlar. 3 yil, 4 yildan beri tanishisizlar. Sizni ko'rganda oldingizga kelibdi, "Ey aka, assalomu alaykum, Davron aka, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Onangiz yaxshimi? Otangiz yaxshimi? Ukangiz yaxshimi?" deb so'raydi, lekin ismini bilmaysiz. Menda deb yozinglar, kimda bor shunaqa tanish. Ismini bilmaysiz. Mabodo, Xudoga shukr, o'sha odam men o'zimni telefonimni almashtirdim aka. Yozib oling yangi telefonimni desa, xijolat qilasiz, chunki ismini so'ra olmaysiz. Kontaktga haligi mahallamdagi bola deb saqlanib qo'yasiz. Mahallamdagi bola deb saqlanib qo'yasiz.
Xo'p, demak, ya'ni odamlar ismi, kitobdagi ma'lumotlar, odamlar kitob o'qiydi, lekin kitobdan hech narsani eslab qola olmaydi. Odamlarda bu ham juda ham katta muammo. Va bu takoy dolzarb muammo, sababi mana shu muammo bilan tadbirkorlarning ham katta qismi keladi. Prosta kitob o'qimoqchi, lekin ichidagi narsa hech narsa esda qolmayapti. Endi kerakli narsani eslay olmaslik, bu ham bitta muammo. Biladi, esla olmaydi. Bilasizlar, mana tilim uchida turibdi deyiladi-yu, mana shu narsa bo'ladi. Misol uchun, tam bitta aktyor ismini bilasizlar, tam qaysidir aktyorni ko'ryapsizlar-da, ismini bilasizlar, aniq bilasizlar. Misol bosh harfini aytsam aytib berasizlar. Lekin esla olmayapsizlar. Esla olmayapsizlar. Mana shu ham muammo. Yana bitta muammo, oddiy narsalarga ham ko'p vaqt sarflaysiz. Xotirangiz chatoq bo'lsa, xotirangiz yomon bo'lsa, xotirangiz oddiy narsaga, misol uchun bitta listni 2 marta, 3 marta, 10 marta o'qishingiz kerak. Eslab qolish uchun. Olasizda, ket, o'qir. Oddiy bitta 4 qatorli she'rga ham, bilmadim, xudo bilan qancha vaqt sarflaydi odamlar. Qancha vaqt sarflaydi? 4 qatorli she'r 2 minut eslab qolish, 2 daqiqa. Uzog'i, prям taqalgani 2 daqiqa. Undan uzoq, undan ko'p vaqt olyaptimi? Demak, menda noto'g'ri qilyapsiz. Vaqt sarflaysiz. Muammongiz borligi uchun xotira bilan vaqt sarflaysiz. Endi xotiraga bog'liq qanaqa muammolar sizni uchraydi? Qanaqa muammo bor? Yozinglar o'zingizlarning muammoinglarni. Bugun xudo xolisa shu muammolarni sizlar bilan birgalikda hal qilamiz. Bugun men sizlarga takoy asosiy, meni nazarimda asosiy narsalarni o'rgatib ketaman. Hammasi bor. Xo'p. Xo'sh. Menda ham shunaqa chet til so'zlari, tarixiy sanlarni eslab qola olmayman. Deyarli hammasi 1 2 4 5 6 qilishibdi. So'z yodlash 1 4 5 6 hammasi esdan tez chiqadi. Eslab qolish, eslab qola olmayman. Chet til so'zlarni eslab qola olmayman va hokazo. Ya'ni muammo shundaki, mana shu muammolarimiz bor. Qaranglar, muammolar borligi, lekin u muammolarni hal qila olmaymiz. Bilmayapmiz nima qilish. Men bugun xudo xolisa mana shu narsaga sizlarga takoy kichkinagina referens berib o'taman, ya'ni sizlarga kichkinagina ko'rsatma berib o'taman. Ha, demak, mana bunaqa qilsanglar, xudo xohlasa sizlarda muammo bor. Oxirida bugungi darsning yakunida ekspertimiz chiqqandan so'ng men sizlarga bitta texnikani o'rgataman. Ishoninglar, bir donagina kichkinagina usul xotiranglarni eslab qolish qobiliyatinglarni bir necha karra kuchaytiradi. Bitta shu usulni qo'llashni boshlasanglar bo'ladi. Ya'ni bu juda ham kuchli narsa. Xudo xolisa tushunib olasizlar. Xo'p, endi eslab qolishda qanaqa bo'ladi? Qarab turinglar. Bu narsani Ebbinghaus unutish yoyi deydi. Ebbinghaus unutish yoyi qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Ekranga olib chiqsanglar bo'ladi, polностью ko'rib turibsizlar, mana qaranglar yaxshilab. Bu yerda ko'rinyapti. Eslab qolgan ma'lumotingizni olaylik. Misol uchun 10 ta xorijiy so'z eslab qoldingiz yoki 10 ta 10 qatorli she'r eslab qoldingiz. Farqi yo'q. Qanaqadir nimadir eslab qolgansiz, 20 daqiqadan keyin 40% ni unutasiz. O'rtacha. Ko'ryapsizlarmi? 20 daqiqadan keyin 40%. 1 soatdan keyin 60% ni unutasiz. 9 soatdan keyin 70% ni unutasiz. 1 kundan keyin 70%, 75% ga yaqin unutasiz. Ya'ni unutish yoyi sekin-sekin pastga tushadi. Taxminan 1 oydan so'ng faqatgina 20% ni eslay olingiz xolos. Va dalishi men bu narsani shu forgetting curve deydi, ya'ni sekin-sekin pastga ketaveradi. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi bu narsa. Mana shunaqa yoyni ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda vaqtli kun vaqt eslab qolganingizda birinchi bub tushib beradi, keyin sekin tekislanadi. Butunlay unutmaysiz. 1% bo'lsa ham esingizda turadi, ha,
haligi she'rmi vatan haqida deysiz, hatto nima haqidaligi esingizda qoladi. Lekin unutish bo'ladi. Endi eslab qolishda bitta narsani tushunishinglar kerak. Misol uchun ma'no oladigan bo'lsak, men 3250 ta raqamni berishgan menga. Strix kodlarni. Aytishgan, "Davay eslab qol" deyishgan. Men 2 soat vaqtimni sarflaganman. 2 soatdan so'ng 15 daqiqadan keyin meni tekshirishgan. Ya'ni eslab qolish yoyi ishlamay. Eng qizig'ini aytaman. Mana shu narsani ko'pchilik bilmaydi. O'sha paytda eslab qolgan men bu raqamlarimni bir haftadan keyin ham 100% eslab bera oladim. Bir haftadan keyin, tushunyapsizlarmi? Mana bu yoy qachon ishlaydi? Qachonki siz o'zingizni tabiiy xotirangiz bilan eslab qolmoqchi bo'lsangiz. Texnikalarni ishlatmasdan. Agar siz to'g'ri texnikalarni ishlatsangiz, agar siz o'zingizni xotirangizni to'g'ri shug'ullantirsangiz, mana bu yoy, Ebbinghaus yoyi sizga taalluqli emas. Bu yoy baribir unutasiz qaysi joylarda. Misol uchun men ideal emasda odam. Men ham unutaman, bu normal holat. Misol uchun aytaylik, qanchadir ham ma'lumotni eslab qolib, men 100% aniq ayta olmayman, deya olmayman. Baribir adashaman tam. 2% adasharman, 1% adasharman, lekin ko'pchilikda ancha kam adashaman. Xatoni 0 ga tushirib bo'lmaydi. Inson uchun bu narsani iloji yo'q. Inson mukammal bo'la olmaydi. Lekin o'shanda rekord paytda men xatoyimni 0 ga tushira olganman. Masala nimada? Bu yerda asosiy tushunishinglar kerak bo'lgan narsa, to'g'ri mashq qilsanglar, men bu yoy poyili sizlarga umuman ta'sir qila olmaydi. Prosta ta'sir qilmaydi, xotirangiz super kuchli bo'lib turaveradi. Endi xotira qanaqa ishlaydi o'zi? Xotirani ishlashi 3 ta prinsipi bor. 3 ta asosiy bizda minimalistlarda qo'llanilgan narsasi. Birinchisi ma'lumot saqlash. Ya'ni misol uchun men oldim kitobni. Mana bu kitobni oldim. Xotiraning 3 ta qobiliyati bor. Birinchisi ma'lumot saqlash. Superman kitobim. Men olayman da o'qiyman. Men bitta qaysidir ma'lumotni o'qidim deylik. Ma'lumotni o'qidim. O'qidim va buni men eslab qola olsam, mazmunini yoki ma'nosini yoki o'zini farqi yo'q. Men xotiramda saqlay oldim. Ma'lumotni saqlay oldim. Bu birinchi xotirani ishi va birinchi qobiliyat. Ikkinchi xotiramning ishi bu saqlab turish. Agar mabodo men kitobdagi ma'lumotni olib, o'qidim, mana shu ma'lumotni o'qidim, saqladim xotiramda. Keyin deylik qatgadir qo'yib qo'ydim. Men bitga qo'ydim yoki boshqa joyga qo'ydim. 1 soatdan keyin, 1,5 soatdan keyin, 2 soatdan keyin farqi yo'q. Keldimda, kelganimdan keyin mendan so'rashyapti. "Davron, nimani o'qiding boya?" deyishyapti. Men aytib bera olmayman. Bu degani saqlab turish qobiliyatim past. Tushundingizmi? Ya'ni xotirani saqlash, eslab qolish qobiliyatini va ma'lumotni, eslab qolingan ma'lumotni muayyan muddat saqlab turish qobiliyatini alohida shug'ullantirishingiz kerak bo'ladi. Bugun kakras tushuntiraman. Va 3-chi qobiliyat bor. 3-chi qobiliyat bu hop, eslay olish qobiliyati. Ya'ni kerakli paytda eslay olishim ham kerak. Ba'zida shunaqa bo'ladi. Men ma'lumotni bilaman, lekin eslay olmayman. Mana kimda shunaqa imtihonga tayyorlanyapsizlar, bilasizlar javoblarni, zo'r tayyorlangansizlar, chiqib javob berishinglar kerak. Lekin kerakli paytda esinglarga kelmay turaveradi. Menda deb yozinglar. Kerakli paytda esinglarga kelmay turaveradi. Kerakli paytda esinglarga kelmay turaveradi. Yaxshimi efir yigitlar? Kuzatyapsizlarmi hammasini? Bo'ldi. Kimda bo'ladi bunaqa narsa? Mana menda ketdi. Va hokazo. Mana shu 3 ta bo'limni alohida shug'ullantiramiz. Misol uchun biz professional eslab qoluvchilar, xotirasini o'ta kuchli darajaga shug'ullantirib, borib qaysidir chempionat rekordlar o'rnatadigan insonlar odatda mana shu 3 ta narsaga e'tibor beradi. Endi eslab qolish jarayonida sizga asosan qanaqa qiyinchiliklar kuzatiladi? Qanaqa asosiy qiyinchiliklar bor sizda? Savol sizlarga. Kim aynan nimadan qiynaladi? Boya tushundim tam. Kimdir yozdi, men tam xorijiy so'zlarni eslab qolishga qiyin. Nima qiynaydi sizni? Menga tushuntirib bera olasizmi? Nima qiynaydi? Aynan qanaqa qiyinchilik bor? O'shanga men sekin yo'naltirish beraman, xudo xolisa bugun. Nima qiynaydi sizlarni? Menda ham shunday deb yozibdi. Bugun shunaqa bo'pti kimdadir. Nima qiynaydi? Aha. Bir xil muammolar deyarli yo'q. Eng katta xato deyarli, hop demak 30 minut menda endi hop tushunmayman.
o'tib ketdi. Ilmiy so'zlar qiynaydi. Chalg'ish qiynaydi, tez unutish qiynaydi, xotira past eslab qolish qiynaydi. Aha, xayol chalg'ib ketadi, qiynaydi. Formulalar qiynaydi kimdir. Tarix fanini eslab qolish qiynaydi. Tarix faniga zo'r narsa beraman bugun. Bugun oxiri o'rgatadigan asosiy usulim tarixdagi ma'lumotlarni zo'r eslab qolishga yordam beradi. Va hokazo mana hammanglarni har xil narsa qiynayapti. Lekin hammamizning xotiramiz primerni bir xil. Mana. Endi chet tili so'zlariga keladigan bo'lsak, chet tili so'zlarini men o'zi bitta narsani aytaman, qaranglar. Po faktu aytaman bu narsani, absolutno aniq. Любой tilni Любой til. Ingliz tili, Xitoy tili, arab tili, yapon tili farqi yo'q. Любой tilni любой yoshda o'rgansa bo'ladi. Любой tilni любой yoshda o'rgansa bo'ladi. Men bilmayman nimaga mukkasidan tilga ketgan ko'pchilik. Misol uchun 10 ta til o'rganaman, 100 ta til o'rganaman, 7 ta tilni bilishim kerak. Bunaqa narsa menga tushunarsiz. Men o'ylayman, odam kerakli tilni o'rganish kerak. Ya'ni hozirgi kunda eng kerakli aktual til bu ingliz tili. O'zbekistonda ingliz tili, arab tili, Xitoy tili. Odatda mana shu 3 ta tilni o'rganishyapti. Men endi meni oldim keladigan odamlar orasida shunaqa. Bitta narsani bilingki, tilni o'rganishni bitta yo'li bor xolos. O'zi aslida tagini olsak, hamma narsani sursak chekkaga, siz uchun tilni o'rganishni bir donagina yo'li bor. Bir donagina yo'li bor. Qaranglar. Kulgili ham tuyuladi, даже, lekin bu haqiqat. Haqiqat. Hozir men keyin tilni o'rganishdagi eng asosiy muammolarni ko'rsatib chiqaman. Statistika bor ekan, jahon statistikasi. Tilni o'rganishning bitta algoritmi bor, bir donagina algoritmi bor. Qo'rqinchli darajada kulgili, lekin bu algoritm bor. Qaranglar, men sizlarga savol beraman undan keyin. Bu algoritm ikkita qadamdan iborat. Birinchisi boshlash. Ikkinchi qadam oxirigacha yetkazish. Bo'l. Oxirigacha yetkazish. Savol sizlarga. Qaranglar. Yana Davron aka prikol qilyapti deb o'ylamanglar. Yo, hazilsiz. Любой tilni o'rganish boshlab turib, muayyan muddat davomida shug'ullansanglar, shu tilni o'rganasizlar. Hozirgacha o'rgana olmaganinglarning asosiy sababi kuchsiz xotira emas, o'zi aslida. Kuchli xotira til o'rganishni tezlashtirib bera oladi. Lekin asosiy sabab boshlaysizlar, tashlaysizlar. Boshlaysizlar, tashlaysizlar. Mana sizlarga savol. Kim qanaqa til o'rganyapti? Ketdik, chatga yozinglar. Bitta kichkinagina men sizlarga takoy eksperiment qilib beraman. Xayoliy tadqiqot qilamiz sizlar bilan birgalikda. Kim qanaqa tilni hozirgi kunda o'rganyapti? Kim qanaqa tilni hozirgi kunda o'rganyapti? Mana po faktu yozinglar, men sizlarga hozir bitta narsa, bitta savol. O'zingizlarga savol beraman. Men o'zimcha o'ylab topib to'qib o'tirmayman-da. Ingliz tili, ketdi. Nemis tili, ingliz tili, rus tili, ingliz tili, nemis tili, rus tili, nemis tili, qo'yil, nemis tili ham ko'p ekan. English deb yozibdi kimdir, turk tili, koreys tili, ingliz tili. Xo'p, endi ikkinchi savol. Kim anchadan beri til o'rganaman deb yuribdi-da, hali ham yoki boshla olmayapti, yoki hali ham dangasalik qilyapti-da, yetarlicha shug'ullanmayapti. Men deb yozinglar, chestni yozinglar, faqat o'zingizlar bilan chestni bo'linglar, tamom. Odam ko'p ish narsa qilmaydi. Bu yerda kimdir, "Voy, sen dangasa ekansan, voy, sen bunaqa ekansan" va hokazo demaydi. Chestni yozinglar, mana kim men deb yozinglar, arab tili, koreys tili, rus tili, biologiya deb yozibdi kimdir, biologiya ham til. Xo'p. Men deb yozinglar. Qatini. Men deb yozinglar. Endi qaranglar, savol. Endi savol. Ingliz tili o'rganayotganlarga yoki arab tilini o'rganayotganlarga. Mana pandemiya 20-yilda bo'lgan. Mana formulamizni ko'raylik-da. Mana pandemiya 20-yilda bo'lgan. 5 yil orada tafovut. 5 yil o'tib ketgan. 2020-yilda til o'rganishni boshlab, o'sha ingliz tilimi yoki arab tilimi hozirgacha tashlamaganingizda nima bo'lardi? Sizlarga savol. Savol mana, nima bo'lardi? Qanaqa natija bo'lardi? Chatga yozamiz. 5 yil bir pasda hop, hayot ham shunday o'tadi, ketadi. Hamma narsa tez o'tib ketadi. Tez o'tib ketadi. O'lim juda ham tez keladi. Bu haqiqat. Nima bo'lardi? Nima bo'lardi?
nima bo'lardi? IELTS 7,5 deb yozyapti kimdir. IELTS 9 deb yozyapti kimdir. Best bo'lardim deyapti. Pro bo'lardim, C1 deyapti kimdir. Kimdir Topic 100 bo'lardi deyapti. Ho'kiz, mana. Ko'ryapsizlarmi? Janoblar, xonimlar, agar sizlar o'zingizlarda kuch topa olmasanglar, men sizlarga bu narsani bera olmayman. Men sizlarga dunyodagi eng kuchli usullarni o'rgatishga tayyorman shu yerda, eslab qolish bo'yicha. Lekin mashq siz qilasiz. Siz yakkama-yakka o'zingiz bilan qolasiz. Tushunibsizlarmi? Qaranglar mana. Qiziqarli momentlar. Odamlar nimalarni eslab qolishga qiynaladi odatda? Chet tili so'zlari, mana oldim kelgan odamlar. Kitobdagi ma'lumotlarni, kitobni eslab qola olmayman, matn eslab qola olmayman, topik eslab qola olmayman, yana bir narsa eslab qola olmayman va hokazo. Yoki deylik imtihonga tayyorlanaman, kitob ichidagini ma'nosini eslab qola olmayman. Yoki tarixdan, yoki yana bir narsadan farqi. Nima uchun odamlar til o'rganishni to'xtatib qo'yishadi? Asosiy sabablarni men sizlarga sanab o'taman. O'zi aslida olganda, mana bu so'zda eng asosiy narsa to'xtatib qo'yish. To'xtatmasangiz yorib tashlaysiz, любой narsani. O'shanga men doim aytaman. Mana oldim kelibdi, "Wow, ana aqlli ekan, IELTS 8 ekan. Wow, ana juda aqlli ekan, 5 ta til bilar ekan." Aql haqida gap ketmayapti. Aql emas bu yerda. Wow, Davron aka xotirasi o'ta kuchli ekan, aqlli ekan. Aql emas, mehnat bu. Kim sizlarga aytdi? Aql bir xil, primerni bir xil hammada aql. Kimdir sizdan ko'proq bilsa, u yo ko'proq o'qigan, ko'proq mehnat qilgan. Nimadir ko'proq qilgan bo'ladi, bo'ldi. Odatda shunaqa. Super aqlli bo'lib tug'iladigan odamlar kam. Imom al-Buxoriy, yana kimdirlarga o'xshagan daho insonlar o'ta kichkina protsent. Biz hammamiz bir xilmiz. Masalan, men bilan siz aqlingiz primerni bitta urovenda. Prosta men ko'proq o'qiganman, ko'proq mashq qilganman. Bo'ldi. Yoki siz ko'proq o'qigansiz, ko'proq mashq qilgansiz. Bo'ldi. Boshqa hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun tilni o'rgana olasiz va xotirangizni rivojlantira olasiz. Shu narsani bilib oling. Qanaqadir geniylarni yasamang. Misol uchun 40 ta geniy mana 9 olgan, IELTS 9 olgan odamlar, nechta 40 ta 30 ta bo'lib ketdi, 40 ta bo'lib ketdi. Har bittasi daho emas, men nechtasini taniyman. Oddiy odamlar. Prosta o'ta mehnatkash. Endi qaranglar. Asosiy sabablar. Birinchisi, xorijiy so'zlarni eslab qola olmaslik. Mana shu narsa hayron qoldirdi realni. Odamlar xorijiy so'zlarni eslab qola olmaslik deb aytishgan, o'zi aslida olganda bu yerda besabrlik haqida gap ketyapti. Plus, ya'ni eslab qolishga harakat qiladi, tashiydi. Qiyin tuyuladi, tashiydi. Tashlayveradi, davom ettirmaydi. Buni sababi odatda odamlar noto'g'ri usullarni ishlatishadi. Prosta zubroshka qilishadi, o'tirib oladi, lug'atni ochib olib, men bitta bolani taniyman, bittasi nima qilay, oldim kelib olib, bitta lug'atni ko'tarib kelibdi, ingliz tilidan. 40 mingta so'z bor lug'atning ichida. 40 mingta, tasavvur qilyapsizlarmi? Ochib olganda A'dan boshlaganda ketdi, o Zgacha yodlamoqchi. Men aytaman, men qaraganda lug'at ichida 40 mingta so'z bor. Hop deydi. O'zingning ona tiling o'zbek tili, to'g'rimi? O'zbek tilini necha mingta so'z bilasan? 40 mingta bilmaysan. Sen nima qilmoqchisan? Bu lug'atni nima qilasan yodlab? Shuncha so'z. Menga tushuntirib berchi? 3 mingta, 2 mingta, 4 mingta, uzoqdan 5-6 mingta so'z yetarli bo'ladi odatda любой tilda gaplashish uchun. Endi bilmayman, misol uchun IELTS 8 olish uchun yetarlimi 5 mingta so'z? No, ko'pchilik spetsialist mutaxassislar 3 mingtadan 5 mingtagacha diapazonni aytadi. Mana shu diapazon so'z bilsang bo'ldi deydi. Endi keyingi holat, intizomsizlik va uni oqibatida yetarlicha vaqt ajrata olmaslik. Tilni o'rgana olmaslikka asosiy sabab bo'ladi. Ya'ni intizomsizlik qiladi, odamlar tashiydi, yig'ishtiradi, tilni dal shu o'rganmaydi, davom ettirmaydi. Misol uchun mana bugungi men sizlarga o'rgatgan texnikalarni ham odamlar intizomsizlik qiladi. Men o'rgataman, hech narsa qilishmaydi. Nima qilib bering? Men davom etaman shu narsani. Tushunyapsizlarmi? O'zingizlar uchun qoida qilib olinglar, kelinglar, yozib olinglar. Menda gap, ya'ni gap menda deb yozinglar iltimos. Ya'ni men nima demoqchiman? Mana nimani o'rganmoqchi bo'lsangiz ham, til o'rganmoqchi bo'lsangiz ham, biznes ochmoqchi bo'lsangiz ham, sizga bu narsani hech kim o'rgata olmaydi. Hech kim hech qachon sizga til o'rgata olmaydi, siz o'zingiz o'rganasiz. Ustoz sizga yo'l ko'rsatadi. Aytadi, "Men bitta xato qilyapsan, bu yerda bunday qil." Yuruvchisiz. Uyga borganda serial ko'rish yoki uyga o'tirib unitdagi anaqa sizga berilgan vazifalarni bajarish sizni bo'yningizda. Siz qilasiz bu narsani. Intizomlik bo'lsangiz, intizomsizlik qilmasangiz, tilni o'rgana olasiz. Keyingisi, o'ziga bo'lgan ishonch pastligi va xato qilishdan qo'rqish 50-55% ekan. O'rtacha. Endi bitta masala, men hayron qolganman. Ya'ni
Bu yerda juda katta randomizirованный pol o'tkazilgan odamlar orasida. Ya'ni ko'pchilik ko'p sabablarni belgilab chiqqan. Endi sabablardan biri o'ziga bo'lgan ishonch pastligi. Ya'ni o'rgana olmasmikinman, IELTS ola olmasmikinman, IELTS 8 qiyinmikin, IELTS 7 qiyinmikin, IELTS 6 qiyinmikin, 9 qiyinmikin, yana bir narsamikin va hokazo. Любой narsani qilsa bo'ladi. Men sizlarga aytdimman, odam qilgan narsani odam qiladi. Oldinglarda men shu narsani isboti sifatida turibman. Xudoga shukr. Men hayron bo'lganman. Birinchi marta ko'rganimda o'sha rekord o'rnatadigan xotira eng kuchli insonlarni bular вообще Marsdan kelgan boshqa insonlar bo'lsa kerak deb o'ylardim. Unaqa emas ekan, qilsa bo'lar ekan. Prosta to'g'ri qilish kerak. Katta kutuv qo'yish va natijani sekinligi. Katta kutuv deganda nima? Qarab turinglar. Men sizlarga bitta zo'r statistika keltiraman. O'quv markazida meni til o'quv markazlarini ochgan tanishlarim juda ko'p. Va ularda mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. 75% inson beginnerda o'qiydi. Beginnerda o'qiydi. Levellar nechta? Men bilmayman tam. 6 tami? Kim biladi yigitlar nechta level bor ingliz tilida? Xudo biladi. Intermediate bor, pre-intermediate bor, advanced bor, upper intermediate bor, yana bir narsa bor va hokazo. Qisqa qilib aytganda 5 ta yoki 6 ta level bo'ladigan bo'lsa, 5 ta 6 ta level bo'ladigan bo'lsa, bittasini o'ziga 75% odam to'g'ri keladi. Qoyil qoling, IELTS gacha sanoqli insonlar yetib boradi. Bu nima degani, bilasizlarmi? Bu degani intizomsizlik va ishaning kutuvlari katta. Men sizlarga точно ayta olaman, bugun kakras xudo xolisa biz oldimiz keladigan spetsialist bilan gaplashamiz. Mana men o'zim shaxsan shu narsani qildim. Borasiz, men bitta beginner olasiz. Beginner. Hayotida ingliz tilini hello, hi ham hech narsani bilmaydi. Birinchi marta kelgan o'quv markaziga turibdi. So'raysiz. IELTS necha olmoqchisan desiz, 9 deydi. Men 9 olaman deydi. Keyin sal teparoqqa chiqasizda, men bitta o'zi tam 1,5 yildan beri o'qib yurgan bola bilan gaplashasiz. Sen necha olasan IELTSdan desiz, где-то bir 7,5 ga harakat qilaman deydi hozir. Farq qarang. Любой beginnerdan so'rang. Men o'z studentlarning oldiga boraman deb aytaman, kim 1 milliard dollar ishlamoqchisi, qo'llarini ko'tarib tashlaydi. Oyoqlarini ko'taradi bolalar. Hammasi ishonadi, men milliarder bo'laman deydi. Men aytaman, qaranglar deyman, bolalar, nechta odamdan bir kishi milliarder bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz desam, 10 mingta odamdan bitta, 100 mingta odamdan bitta, 1 millionta odamdan bitta deb aytishadi-da. Keyin zalda 500 kishi o'tiribdi o'zi. Men aytaman, zalda nechta odam o'tiribdi deyman. 500 kishi deydi. Hammanglar milliarder bo'lishingizga shans qanchalik desam, kuladi o'zi. Ko'ryapsan, bitta studentni olsangiz 20 yoshlikni, meni orzularim ancha katta. Men mayli, men katta odam deb hisoblamayman o'zimni. Shunaqa insonlar bor, shunaqa katta biznesmenlar bor, studentdan orzusi pastroq ular. Studentdan orzusi pastroq, ya'ni kutuv silishkim katta odamlar, silishkim. Xitoy tilini 3 oyda o'rganaman. Bittasi kelibdi oldimga, nimamish? Xitoy tilini o'rganaman, qiynalyapman deydi. Mana shunday turib olgan. Men aytayapman, "Aka deyapman, savol nimada deyapman? Xitoy tilini o'rganyapman, qiynalyapman" deyapti. Xo'p, savol nimada? Tipa o'zi qiynalasiz, til o'rganish qiyinchiligi bor. Tushunyapsizmi shuni desam? Qiynalishim kerakmi deydi. Til o'rganib qiynalasiz desam, ha deydi. Bir g'alati ajoyib, ya'ni qiynalmasligim kerak deb tushunadi. Qiynalasan, til o'rganish qiyin. Keyin men aytayman, menda deydi, so'zlar eslab qolish bilan muammo deydi, Xitoy tilida. Qachondan beri shug'ullanyapsiz desam, 1 oydan beri deydi. Endi kulgiliydi bu endi. 1 oydan hech narsa bo'lmaydi, 1 oyda hech narsa bo'lmaydi. Men sizlarga oldindan aytdim, u sal ko'proq shug'ullanish kerak. Mana shu kutuvlarni yo'qotinglar. Men nimaga men sabablarni ko'rsatyapman? Xorijiy so'zlarni eslay olmaslik. Birinchi sabab bo'lsa, men sizlarga bugun o'rgataman, xudo xolsa. Intizomsizlik, kecha gaplashdik. O'ziga bo'lgan ishonch pastligi. Men sizlarga motivatsiya berish, ishonchinglarni ko'tarishga harakat qilib yotibman. Katta kutuvlarni real qo'yinglar, iltimos. Maqsadni real qo'yinglar oldimizga. Xo'p, nima? Keyingi sabab qiziqish va aniq maqsad yo'qlik. Qiziqmaydi tilga yoki aniq maqsad yo'q, bilmaydi nima uchun. Endi xorijiy so'z, kelinglar xorijiy so'zlarga o'tamiz sekin. Qaranglar. Xorijiy so'z nima? Xorijiy so'z bu kod. Bu kod. Misol uchun. Qarang. Mana bu nima? Mana. Qo'limdagi nima yozamiz chatga. Qo'limdagi nima? Hozir kelyapmiz shunga. Voy, sabrli bo'laylik. Iltimos.
Iltimos. Joninglar sog' bo'lsin. Qo'limdan kelganini qilaman, men sizlar uchun o'rgataman. Nima bu? Bu suv. Bu suv yoki tam bakal deb yozgan kimdir, stakan deb yozgan. Okey. Endi bu qo'limdagi narsa o'zbek uchun suv. To'g'rimi? Ingliz uchun Amerikada water deydi. To'g'rimi? Water. Xo'p. Rus uchun bu voda. Endi qaranglar. Bir xil narsa ingliz umuman boshqacha tovush bergan bunga. Umuman boshqacha tovush bergan. Rus umuman boshqacha tovush bergan. O'zbek umuman boshqacha tovush bergan. Til bu kod. Til bu kodirovka. Ya'ni siz atrof muhitingizdagi narsalarni, jarayonlarni kodlaysiz tilda. Kodlaysiz. Ya'ni men bu narsaga, men misol uchun qaranglar, men aytaylik, bir kishini oldiga keldimda, men buni bunday ko'rsatdim mana. Xitoyga ko'rsatdim buni. Xitoy bittada tushunadi buni nimaligini. Xitoy bittada tushunadi. Amerikalikka ko'rsatdim. Amerikalik bitta tushunadi. Hamma biladi bu nimaligini. Mana buni ichida nima borligini hamma biladi. Lekin men suv desam Amerikalik tushunmaydi. Suv degan tovushni u tushuna olmaydi. Xorijiy so'z bu nimadir jarayonni yoki nimadir narsani ko'rinishi bilan uni qaysidir tildagi muayyan tovushini bir-biriga bog'liqligi bo'ldi. Shu. Endi qarab turinglar. Qaranglar. Misol uchun daraxt. O'zbek tilida daraxt, rus tilida derevo, tree, ingliz tilida adashmasam, keyin qaysi til bu? Keyin yana qaysidir tilda shajaroh, arab tili, pet, adashmasam, hind tili, namu, bilmadim qaysi tili. Xo'p, karis tili. Xo'p, demak, xorijiy so'z oy. Oy, luna, rus tili, o'zbek tilida oy. Ya'ni bir xil narsani, mana misol uchun mana bir xil daraxt turibdi, har xil tilda tovush har xil. Ko'ryapsizmi? Prosta o'sha tildagi siz o'zi bilgan, ko'rgan, tushungan o'zbek tilida bilgan narsangizga yangi tovushni ulab keta olsangiz bo'ldi. U ongsiz ravishda bo'lsa bo'ldi bu narsa. Bo'ldi, xorijiy so'z yoldanli hisob. Qarab turinglar endi. Oy, luna, inglizcha moon, tsuki, adashmasam bu yaponcha, to'g'rimi? Yapon tili. Qomar, chandrama va dal. Bo'ldi, o'zimni qiynab o'tirmayman-da. Ya'ni qarab turing, yangi so'z o'rganayotgan tilingiz fundament asosida yangi o'rganayotgan tilingiz fundament asosiga quriladi. Ya'ni fundament degani nima? Siz o'zingizni ona tilingizga quriladi. Tushundingizmi? Hech qachon meni bitta narsani to'g'ri tushunib olinglar. Sizni miyingiz, sizni semantikangiz ona tilida quriladi. Ona tili. Bu Sapir-Whorf nazariyasini eshitgan bo'lsangiz kerak, ona tilida quriladi. Endi любой o'rganayotgan target language mana buni ustiga tushadi. Ya'ni ingliz tilimi, xitoy tilimi farqi yo'q. Birinchi bo'lib siz dunyoni ona tilida tanigansiz. Siz suv degansiz, mana buni water demagansiz. Siz uni bottle demagansiz, misol uchun, mana buni book demagansiz, mana buni yana map demagansiz, mana buni chess demagansiz, shaxmat degansiz va hokazo. Ya'ni siz o'zbek tilida, dunyoni o'zbek tilida qabul qilgansiz. Tushunyapsizmi? O'zingiz ona tilingizda. Endi til o'rganayotganda, aniqrog'i, xorijiy so'zni eslab qolayotganda, siz o'sha asosga ustiga yangi ma'no qo'shasiz. Odatda eslab qo'ying. Endi misol uchun men mana Bekzod aka Mirahmedov hammalar tanisanglar kerak. IELTS 9 overall skorda O'zbekistonda birinchi olgan deyishadi shu insonni. Men u odamdan so'raganman, menga qiziq bo'lgan. 8,5 IELTS tam 10 martadan 15 martadan martadan olgan. Overallda juda tam speaking bandi 9. Juda kuchli speaker. Men aytayman, aka deyman, native speakerchalik gaplashasizmi desam, yo'q, Davron deyapti. Yo'q, men native emasman. Native baribir native. Native speaker degani o'sha ingliz tili, Amerikada tug'ilgan amerikanец. Butun umr Amerikada tug'ilgan, butun umr Amerikada yashagan va hokazo. Ya'ni siz hech qachon native dek gaplasha olmaysiz. Haligi vizualni gaplashishingiz mumkin. Misol uchun IELTS 9 bor odam men aniq ayta olaman, bemalol gaplashib tushuna oladi.
kerak bo'lsa u yoqdagi odam ajrata olmasligi ham mumkin o'zbekligini telefonda gaplashsada misol uchun. Lekin masala nimada? Miyani ishlash jarayonida bari farq bo'ladi. Mana shu narsaga urg'u berish orqali siz o'zingizni xotirangizni rivojlantirib, xorijiy so'zlarni ustiga fundament ustiga qurishingiz mumkin. Endi chet til so'zlarini aytib qolish 4 ta asosiy hozir usulni o'rgataman. Bittasi mnemonika, 3tasi odatda Stanford universitetida yangi til o'rganuvchiligi tavsiya qilinadigan usullar. Xususan mnemonika ham odatda tavsiya qilinadi. Men topgan manbalar bo'yicha taxminan 60% o'qituvchi, lingvistlar mnemonikani ishlatish tavsiya qilishadi. Bu til o'rganishga juda ham katta yordam beruvchi bitta plast deb hisoblanadi. Qarab turinglar. Endi birinchi usul flash kartalar va interval takrorlashlar. Flash kartalar nima? Flash kartalar nima? Flash kartochkalar yo'qmi bizda yigitlar? Oq flash kartochkalar yo'qmi? Bormi yo'qmi? Bo'ldi. Qaranglar. Flash kartalar nima? Mana bunaqa kartochkalar bo'ladi. Hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Примерно mana endi bu stiker, mana ko'rsataman. Kichkina kartochkalar bo'ladi va flash kartalarga so'z yoziladi. Odatda misol uchun Anki Droid degan droid bor. Mana bunaqa. Anki Droid degan. Bunaqa bormi flash karta? Bering bo'pti. Mana bunga o'xshagan narsa mana. Mana bu meni o'zimning flash kartalarim. Bu tilliki emas lekin. Bu minimalistlarning flash kartasi. Mana. Qarang, mana bunaqa bo'ladi. Mana. Bir tomonda so'z, bir tomonda definition yoki tarjima. Flash kartalarda odatda mana bunaqa bo'ladi. Hozir tushuntirib beraman qanday ishlatiladi. Mana so'z yodlayapsizlar. Menimcha ko'pchilik teacherlar, ko'pchilik o'qituvchilar bu narsani qilsa kerak, tavsiya qilsa kerak. Flash kartani bir tomoni va ikkinchi tomoni bor. Misol uchun bir tomonga tam aytaylik oddiy so'z table. Ikkinchi tomoniga yo ingliz tilida definition, ya'ni table ustida ovqat yeydigan bir narsa yoki prosta stol. Stol. Bu yoqda tarjima, bu yoqda so'z bo'ladi. Odatda mana bu yerga keyin transkripsiyasini yozib qo'yishadi, o'qilishini. Yoki tam o'ziga mos qilib yozib qo'yishadi ba'zilar tam. Misol uchun, agar o'zbek tilida bu narsani o'qiydigan bo'lsa, tablay deb o'qiydi. Table bo'lsa, mana bu yerga bunday qilib ham yozib qo'yishadi ba'zida. Table deb yozib qo'yishadi. Mana shunaqa flash kartalarga to'plashadi. Flash kartalarning qulay tomoni bor. Mana flash kartalar meniki, yana bir marta qarang, hammasi 900 liklar. Men bu flash kartani o'zim bilan olib yuraman. Bular til o'rganish uchun emas, lekin даже bizda ham xotirani rivojlantirishda flash kartalar ishlatiladi. Flash kartaning qulayligi cho'ntagingizda olib yurish oson. Ya'ni ozgina so'z yozib olasiz. Misol uchun bugun 20 ta so'z eslab qolmoqchisiz. Yozib oldingiz, cho'ntakka soldingiz. Undan tashqari flash kartalarga frazalarni yozsangiz bo'ladi. Ko'pchilik o'qituvchi tavsiya qiladi, frazalarni yozsangiz bo'ladi. Ya'ni fraza deganda biram so'z ishlatilganini yozsangiz bo'ladi. So'z ishlatilgan holatini yozsangiz bo'ladi. Prosta so'zni o'zini emas, orqasiga ma'nosi. Bunday qilib ko'rib, taksida ketayotganingizda, metroda ketayotganingizda, qayerdadir o'tirganingizda, ofisda, bo'sh paytingizda, yana bir narsada mana shunday qilib eslab qolib, yodlab, o'zingiz tekshirib o'tirsangiz bo'ladi. Mana shu narsani flash karta deydi. Flash kartalarni qatdan oson bo'ladigan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Flash kartalarni любой kanselyarskiydan olsanglar bo'ladi. Kanselarga borasizlar, любойga juda arzon narsa. 40 ming so'mga sizlarga 40 ming so'm deyman. 4 ming so'mga, 4 ming, 5 ming so'mga 40 taligini beradi. Sal kattaroq bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi. O'rtasida kesib chiqsanglar bo'ladi. Men nima tavsiya qilaman? O'zi Anki degan droid bor. Mana Ankini qidirib ko'ringlar. Bu elektron flash kartalar. Pram telefoningizlar ichida bir tomonga yozib shug'ullansanglar bo'ladi. Lekin men tavsiya qilaman, qog'oz olish nimaga? Qo'l bilan yozish miyaga sal tushunarliroq. Har holda men o'zimning tajribamda mana shu narsani o'zimning tajribamda sinaganman. Qarab turinglar. Endi flash kartalar va interval takrorlash usuli. Ebbinghaus tadqiqotlarida interval takrorlashni eslab qolish jarayonini 9 barobarga kuchaytirar ekan. Qoyil qoling. Odatda biz nima qilamiz? Bizga teacher ro'yxat beradi, so'zlar ro'yxatini. Biz olamizda o'shani alay qilamiz. Lekin gрамотный o'qituvchilar aytadi, flash kartalarni ishlat deydi. Odatda flash kartalarni ishlat deydi. Flash kartani prosta ishlatishni boshlashingiz o'zi juda ham katta boost beradi. Endi interval takrorlash nima degani? Mana shu savolga javob topishinglar kerak. Qaranglar. Men bitta narsani tushunib olinglar. Til o'rganish, bilmayman,
Qur'on yodlash, biologiyani o'rganish, biznesda nimadir yangilikni o'rganish, menejmentni o'rganish farqi yo'q. Hammasi tartibli ish bo'lishi kerak. Tartib natija beradi. Yozib olinglar, qoida sizlarga. Tartib natija. Tartib barobar natija. Tartib bo'lmasa, natija bo'lmaydi. Tamom, natija bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin emas tartibsiz natija. Bo'lmaydi natija tartibsiz. Tartib bilan bo'ladi, yaxshi natija bo'lmoqchi bo'lsa, menga yaxshi natija kerak, men mana shunaqa natija olmoqchiman degan любой inson birinchi o'rinda hamma narsani tartibga solish kerak. Endi flash kartalarni ishlash jarayonida intervallarni ishlatishingiz kerak. Turli xil manbalarga tayinlaydigan bo'lsak, interval takrorlashni taxminan 7 barobardan 9 barobargacha eslab qoluvchi hajmni oshirar ekan. Endi interval takrorlashlar nima degani? Qaranglar, men sizlarga algoritmini beraman. Qadamma-qadam. Birinchisi, yangi so'zni kartochkaga yozib olasiz. Tarjima va misoli bilan. Odatda misol uchun kartochkani olasiz. Deylik kartochkani olasiz, yangi so'zni yozasiz. Men sizga o'qituvchi so'z berdi. Lug'atdan ma'nosini ko'rdingiz, orqasiga yozdingiz. Biram yozdingiz ma'nosini. Yoki deylik, yana bitta zo'r tomoni, men bitta ma'nosini yozib, tagiga qanaqadir inglizchada fraza yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu topish qiyin emas, sun'iy intellektdan qayerdan topib, ingliz tilida qayerda ishlatilishini frazasini yozib qo'ysangiz bo'ladi. To есть, bu yerda so'z, bu yerda orqasida definition bir narsasi tarjimasi. Okay. Bo'ldi, bitta kartochka tayyor ishlashga. Ikkinchi kartochkani olasiz, qisqasi o'sha lug'atdan yodlashingiz kerak bo'lgan, sizga ustozingiz bergan so'zlarni kartochkaga o'tkazaverasiz. Kartochkaga o'tkazaverasiz. Keyin bir nechta daqiqadan so'ng, ya'ni yodlaganingizdan so'ng, aniqrog'i bu yerda aytilyapti, yana bir marta qayta takrorlab chiqasiz. Misol uchun, men bloklarga ajratishni tavsiya qilaman. 20 ta so'z yodlab olsangiz, kim nechta so'z yodlab oladi? Tarjima, talaffuzi bilan birgalikda deylik, yarim soatda. Chatga yozinglar, kim nechta so'z yodlab oladi? Yarim soatda. Fraza nima? Fraza gap. Gap, misol uchun, Davron kelib olmani yedi. Olma so'z bo'lsa, Davron kelib olmani yedi, bu gap bo'ladi. Xo'p, 30 daqiqa ichida 100 ta so'z. Boy. Aka, mazza o'rgatgan narsam yo'q shekilli. 2 ta, 15 ta, 10 ta, 20 ta, 30 ta. Men endi bilmayman o'rtacha qancha eslab qoladi odamlar. Hamma har xil yozyapti. 10 ta, 5 ta, 50 ta ham deb yozyapti. 30 ta ham deb yozyapti kimdir? 85 tacha deb yozyapti. Xo'p. Va hokazo. Kimdir qo'li 0 ga ketib qoldi menimcha. Birdan keyin. 10 deb bosaman deganda qo'l. Qaranglar. Xo'p, demak, bir necha mana to'z oldim. Men prям ko'rsatib beraman, taxminan qanaqa bo'ladi ish. 20 ta so'zni oldim, kartochkaga yozdim, takrorlab chiqdim, yodladim, o'zimni tekshirib chiqdim. So'zga qaradim, tarjimasini eslashga harakat qildim. Keyin teskarisiga tarjimasini qaradim, so'zni talaffuzini eslashga harakat qildim. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Okay. Bir necha daqiqadan keyin bir marta takrorlab o'raman. Keyin intervallar bilan so'zlarni takrorlashda davom etaman. Ya'ni, qanaqa bo'ladi? Bu haligi yodlagan so'zlarimni men prям uyga erinmasdan odatda shogirdlarim korobkalar qilib qo'yardi. Mana bunaqa. Men bitta ingliz tili o'qituvchisida bu narsani ko'rganman. Tanjonli yigitni. Xo'p, demak. Misol uchun 20 ta so'z yodlaydi, uyga kartochkalar qilib qo'ygan. Har kun 20 tadan qiladi. 20 ta so'z yodlaydi. 1 soatdan keyin bir marta takrorlaydi. 1 soatdan keyin bir marta takrorlaydi. Keyin botga soladi, 20 tadan yodlab, botga solingan narsani 1 soatdan keyin takrorlaydi. Botga soladi, 3 soatdan keyin takrorlaydi. Botga soladi. Bu adashmasam 8 soat edi. Keyin botga soladi. Bu 1 kundan keyin botga soladi, 3 kundan keyin botga soladi, 1 haftadan keyin takrorlanadi. Keyin 3 hafta va 1 oy. Bo'ldi. Mana bu yerga kelgan so'zlar, mana bu 1 oyga kelgan so'zlar, bu so'zlar o'rtacha 10 yilgacha esingizda qoladi, gar takrorlamasangiz ham. Mana shu narsani interval takrorlash deydi. 20 ta so'z yodlaysiz, deylik kuniga, bam urasiz, bam takrorlaysiz, bam takror, keyingi kunga o'tib ketdi, orada 1 sutka. Bu yoqda keyingi ertasi kuni yana 20 ta yetib kelaveradi. Kartochkani korobkadan erinmasdan uyga korobkalar qilib qo'ysangiz bo'ladi. Androidning ichida o'zi tayyor mana shunaqa intervallar bor. Aytib turadi, takrorla deb turadi o'zi.
va shunaqa qilib takrorlab chiqsangiz bo'ladi. Keyin yana bitta zo'r tomoni bor. So'zlarni randomni takrorlaysizlar-da, ro'yxatda ichida bo'lish kerak emas-da, chunki hayotda so'zlar randomni keladi, har xil holatlarda keladi. O'tdan olib takrorlasangiz bo'ladi. Keyin mana shu intervallar, to есть 1 soat, 3 soat, 8 soat, 1 kun, 3 kun, 1 hafta, 3 hafta va 1 oy. Ma'lumotga kelgan so'zlar bo'ldi, ketdi. Eng qizig'i, eng zo'r tomoni intervallarni har keyingi so'zlarni takrorlaganingizda siz oradagi takrorlashni uzaytiraverasiz. Ish kamayaveradi. Xo'p, demak, keyin so'zlarni oson hamda qiyinlarga ajratib olasiz. Mana shu eng asosiy narsa, qarab turinglar. So'zlarni oson va qiyinlarga ajratish sababi nimada? Oson so'zlar bor va qiyin so'zlar bor. Endi nomidan bilib turibdi. Oson so'z degani bu bitta esingizda qoldi degani. Bitta so'zni oldingiz, eslab qoldingiz, bo'ldi esingizda. Qiyin so'z degani nima qilsangiz ham esingizga kelmayapti. Yoki talaffuzi yoki tarjimasi qiyin. Bu narsani men weak point deyman. O'zi weak point deydi, bizda eslab qolishdi bu narsani. Weak point nima? Weak point bu mana shu so'zni eslab qolinglar. Mana shu so'z eng kuchli narsalardan biri. Weak point degani kuchsiz nuqta degani. Kuchsiz nuqtada eng katta kuch bo'ladi. Nimaga? Qarab turinglar, men sizlarga ko'rsatib beraman. Weak point eng katta, eng kuchli tomoni o'sha o'sish nuqtasi bo'ladi. Misol uchun mana ko'pchilik tushunmaydi. Biznesmen bo'lsangiz ham, student bo'lsangiz ham, sportsmen bo'lsangiz ham weak point eng katta o'sishi mumkin bo'lgan narsa. Nimaga? Chunki o'sgan sari natijalar bir xillashib boraveradi. Misol uchun agar men eslab qolishda, mana misol uchun raqamim deylik 500 plus eslab qolaman. 5 daqiqa ichida. So'zlarni deylik 250 plus eslab qolaman. 15 daqiqa ichida. Chempionatda deylik. 100 so'mlarni deylik 150 plus eslab qolaman. 15 daqiqa ichida. Lekin tarixiy sanalarni zo'rg'a 50 ta eslab qolaman. 50 ta pas. Mana bular natijalar zo'r. Endi bu yerdan qanchadan point olaman, bu yerdan qanchadan point olaman, bu yerdan qanchadan point olaman, bu yerdan qanchadan point olamanda, mana bu pointlarim yuqori, yaxshi, normal, mana bu point chatoq. Yoki sal yaxshiroq misol keltiraman. IELTS da adashmasam nimalar bor? Speaking bor, writing bor, to'g'rimi? Tak, writing bor, tak, listening bo'lish kerak va reading bo'lish kerak. Endi qaranglar. Deylik, misol uchun, reading 9 misol uchun. Listening 8,5 misol uchun. Writing deylik, speaking deylik, 8,5 deylik. Voy, dahshat deylik. Writing 5,5. Misol uchun. Endi men buni o'zi hech qanaqasi kuchaytira olmaysiz. O'zi zo'r. Buni ozgina kuchaytira olasiz. Yarim ball qo'shsangiz bo'ladi. Men bitga ham yarim ball qo'shsangiz bo'ladi. Men bitta qarang, 3,5 ball turibdi. Zapas. Endi 3,5 ball chiqara olmassiz, 3 ball qo'sharsiz. 2,5 ball qo'shib, farqi yo'q. Eng katta o'sish nuqtasi mana shu bo'ladi. Qolgan hammasini zo'r qilib turib, men buni eksangiz ham overall score, ya'ni umumiy hisobda siz past ball olasiz, chunki bitta kuchsiz nuqtangiz bor. Bir donagina kuchsiz nuqtangiz bor. Zanjirda mana bunaqa narsa bor. Zanjir effekti deydi buni ta'limda. Mana zanjirni har bitta bo'g'ini 1 tonnadan ko'taradi. Deylik. 1 tonnadan 1 tonna ko'taradi. Lekin bir donagina bitta bo'g'ini bor, 10 kilo ko'taradi. Umumiy zanjirni ko'tarish kuchi 10 kilo bo'ladi. Mana shu uzilib ketaveradi. Ko'rdingizmi? Ya'ni kuchsiz nuqtalaringiz ustida ishlashni o'rganing. Bu juda ham men hayotimda olgan eng kuchli insaydim shu. Men kuchsiz nuqtalarni kuchaytirishni boshlagandan keyin resk osmonga uchib ketasiz. Odamlar kuchsiz nuqtasini umuman kuchaytirmaydi, zo'r narsasini qaytarib o'tiraveradi. Shuni hisobiga tushuninglar, weak point, ya'ni yodlayapsizlar kartochkalarda yomon o'xshamayotgan so'zlar ustida ko'proq ishlayverasizlar. Agar u so'zlar kerak bo'lsa avvalambor, buni уже anaqilaylik. Va eng asosiysi bardavomli, ya'ni har kun. Endi tasavvuriy assotsiativ fikrlash, ya'ni TAF, tasavvuriy assotsiativ fikrlash. Endi assotsiativ usul eslab qolish uchun qanaqa ishlatadi? Assotsiatsiya nima o'zi? Assotsiatsiya bu ma'lumot orasidagi bog'liqlik. Bu xorijiy so'zlarni eslab qolish uchun ikkinchi usul. Qaranglar. Endi mashq qilib ko'ramiz, kelinglar. Tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. O'zi tayyormisizlar? Plus bosinglar. Tayyor bo'lsanglar.
Tayyor bo'lsanglar bitta plyus bosib yuboringlar, ketdik, boshlaymiz mashq. Bitta zo'r mashq qilib ko'ramiz. Assotsiativ fikrlashni rivojlantirish orqali o'zingizni xorijiy so'zni eslab qolish darajangizni ancha ko'tarishingiz mumkin. Ancha muncha. Qayerdan bilaylik kuchsiz nuqtani? Hozir aytib turibman, qanday bilasiz? Eslay olmayotgan, qayta xato chiqayotgan so'zlar kuchsiz nuqtangiz. Qaranglar, hop, demak, mashq qilib ko'ramiz. Qanaqa mashq? Ya'ni qaranglar, assotsiatsiya bu ma'lumot orasidagi bog'liqlik. Hozir men so'zlar yozaman. Ikkita so'z bir-biriga qo'shib chiqamiz. Tasavvur orqali, kelishdagi tasavvur orqali qo'l. Hech narsani yozmang hozir. Screen qilmang, yozmang kerak emas. Chisti tasavvuri o'zida. Ketdik. Birinchi so'z, ikkita so'z. Mana lak bilan sutni bir-biriga o'ylaysizlar. Yaxshilab men aytgan narsani tasavvur qilinglar, ortiqcha narsani o'ylamanglar. Boya komandadagi bitta yigitga ham ko'rsatib, u ham adashib ketdi, oddiy narsa. Shuning uchun hayolinglarni bir joyga yig'ib olinglar. Qaranglar, lak bilan sutni bir-biriga bog'laymiz. Tasavvur qilinglar, sut, bir banka sut turibdi qo'lingizda va ichiga lak tushib ketyapti. Tasavvur qiling. Yaxshilab tasavvur, prosta bog'lab chiqasizlar. Tasavvur qilinglar. Lak sutni ichiga tushib ketdi-da, sutning rangi qizarib ketdi. Ya'ni bu assotsiatsiya, bog'liqlik. Hozir nimaga qilayotganimni tushuntirib beraman. Endi barg bilan qayiqni bir-biriga bog'laymiz. Tasavvur qiling, qayiq o'zingizda suzyapti. Ko'zinglarni oldiga keltiringlar. Usti to'la barg. Ko'p barglar qayiq ustida. Endi keyingisi kapitan bilan krushka. Tasavvur qilinglar, kapitan turibdi. Bitta kapitan kemada krushka assa qaynab turgan kofeni krushkada qilib ichib turibdi. Kapitan bilan krushkani bog'laylar. Ko'zinglarni oldiga keltiringlar, meni eshitmanglar, yozmanglar. Faqat ko'zingizni oldiga keltiring aytgan narsani. Mega miya, ko'z oyna. Tasavvur qilinglar, mega miya yoki tam kallasi katta mana bunaqa mega miyasi, mega odam, tako ochkini kiyib, ochki bilan mana bunaqachasidan yurib kelyapti. Tasavvur qilinglar. Ochkini taqyapti anaqasiga, ko'ziga. Yaxshilab tasavvur qilinglar, bog'laylar bir-biriga. Endi yurist. Tasavvur qilinglar, yurist takoy kostyum shimda gastulan to'g'rilab oshpazlik qilyapti. Kapkur bilan anaqani qozon tagini qilib osh pishiryapti. Yurist. Tanish yuristingiz bo'lsa, o'shani tasavvur qilib olsangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, yurist osh qilyapti. Endi portal. Portal degani anaqa. Va ochiladi qattiq, ko'rganmisizlar kinolarda yumaloq ochilib turib, ichidan chiqib ketadi. Shu narsani portal deydi. Portal apelsin. Portalning ichidan apelsinlar to'kilyapti, tasavvur qilinglar. Portalning ichidan apelsinlar to'kilyapti. Ko'p apelsinlar to'kilib ketyapti. Olyapsiz qo'lingizga. Endi kal it. Tasavvur qiling, it o'zini sochini kalga olyapti. Bu jinnilik to'g'ri, lekin prosta ko'zinglarni oldiga keltirishga harakat qiling. Tasavvur qilinglar. Sochini olyapti it. Kal it. Endi ventilyator. Tasavvur qilinglar, oyna. Hozir oyna xonada o'tirgan bo'lsanglar, bunday qilsanglar bo'ladi. Oynaga qarab, oynada ventilyator aylanyapti. Endi nima qilasizlar? Endi so'zlarni joyini almashtirib chiqqanman. O'zingizga ruchka bilan yozib chiqinglar. Misol uchun, oshpazni ro'parasida nima bo'lish kerak? Itni ro'parasida nima bo'lish kerak? Qayiq ro'parasida nima bo'lish kerak? Yozib chiqamiz. Kim hammasini 100% topdi? Men deb yozinglar. Bo'tga hozir chatga so'zlarni yozib o'tirmanglar, boshqalarni chalg'itmanglar. O'zingiz yozib chiqing. Oshpaz itni ro'parasida qaysi so'z edi? Qayiq ro'parasida qaysi so'z edi? Apelsin ro'parasida qaysi so'z edi? Sut ro'parasida qaysi so'z edi? Krushka ro'parasida qaysi so'z edi? Oynani ro'parasida qaysi so'z edi? Ko'z oynak ro'parasida qaysi so'z edi? Bemalol vaqtga qo'llaymizmi? Mana men deb yozinglar, judayam oson. Judayam sodda. Lyuboy hammasini topa oladi. Mana lyuboyni topa olasizlar. Mana shu assotsiatsiya. Endi mana oshpaz yurist, kal it, barg qayiq, portal lak, kapitan, krushka, ventilyator, mega miya. O'zi asli olganda men sizlarga hozir xorijiy so'zlarni eslab qolish uchun bitta zo'r insight berib o'tdim. Bu insightning nomi assotsiatsiyalar. Ya'ni xorijiy so'zni assotsiatsiyalar orqali eslab qolish uchun nima qilinadi? Misol uchun qanaqadir so'z bor. Deylik. Barka degan so'z bor. Barka degan so'zni tarjimasi bor. Tarjimasini haliga qilmaydimi? Prosta mana bu so'zga, ya'ni talaffuzga, xorijiy so'zni talaffuziga o'xshash bitta so'z topsanglar bo'ldi. Barka degan tovushga qaysi o'zbekcha so'z o'xshaydi? Chatga yozinglar.
qaysi o'zbekcha so'zga o'xshaydi? Barka degan so'zga, tovushga qaysi o'zbekcha so'z o'xshaydi? Просто o'xshash bo'lsa bo'ldi, yaqin bo'lsa bo'ldi, assotsiatsiya bo'lsa bo'ldi. Keyin shu assotsiatsiyaga mana bu yerdagi tarjimasini bog'lab qo'ysanglar, barkaga qaysi o'xshaydi? Yozinglar. Barka, barsa, barcha, banka, kimdir, barcha, bark o'xshaydimi? Barkam o'xshaydimi? Barka o'xshaydi. Mana bu so'z ham o'xshaydimi? Bark degan so'z ham o'xshaydimi? Barka degani qayiq degani akalar. Qayiq degani. Barka degani qayiq degani. Qarab turinglar, men sizlarga yozib ko'rsataman. Xo'p. Chat. Xo'p, demak, yurist, oshpaz, kal it, bark qayiq, portal apelsin, lak sut, kapitan krushka, ventilator oyna, mega miya ko'z oyna. Aslini olganda mana bu oldidagi, ya'ni mana bu tomoni, chap tomoni, ya'ni yurist, kal, bark, portal, lak va hokazo bu tovush so'zlarni qo'yganmiz. Bu yoq tomoni real bor so'zlarni tarjimasi. Sizlarga ko'rsatib berish uchun shu narsani qildim. Qaranglar. Nechtasini topdi, endi hammasini topgansizlar katta ehtimol bilan. Endi asli hozir siz xorijiy so'zlarni eslab qoldingiz. Qaranglar. Ya'ni lotin tilida lak degani sut degani. Laktoza. Lak degani sut degani. Lakki ichiga, sut ichiga lak tashlab yubordik biz hozir sizlar bilan birga. Lak degani sut degani. Ya'ni lak bilan sutni bir-biriga obrazini. Endi italyan tilida barka degani qayiq degani. Barka degani qayiq degani. Bark, qayig'i to'la bark. Yaxshilab men bilan birgalikda talaffuz qiling. Kap degani ingliz tilida krushka degani. Kapitan degan so'zni qo'ydik. Endi yaponda megane degani ko'z oyna degani, ehtimol tam udareniyasini noto'g'ri qilayotgandir, no ma'nosini emas. Megane degani ko'z oyna, mega miya deb haligi qildik biz. Endi koreys tilida yorisa degani oshpaz degani, yorisa, yurist. Xo'p, portal, apelsinli portaldan tushib kelyapti. Portakal. Kalbun, arab tili it. Talaffuzni noto'g'ri gapirayotgan bo'lishi mumkin ozgina, no normal holat. Ispan tilida ventana degani oyna degani. Ventana, ventilator deb oldik. Endi qaranglar. Tarjimasini yozib chiqamiz. Ruchkani olinglar. Portakal nima? Portakal nima edi? Kalbun nima edi? Yorisa nima edi? Lak nima edi? Ventana nima edi? Barka nima edi? Kap nima edi? Megane nima edi? Kim hammasini yoza oldi? Men deb yozinglar. Katta qisminglar bemalol hammasini yozib chiqamiz. Men deb yozinglar, hammasini topib olgan bo'lsanglar. Yozamiz. Men, tamam. Ya'ni mana, men yog'ini ochmasdan ham portakal, apelsin, kalbun, it yoki kuchuk, yorisa bu oshpaz, lak, sut, ventana, oyna, barka, qayiq, kap, no, ingliz tilida, понятно, krushka, Xudoga shukr, megane, ko'z oynak. Ko'rdinglarmi? Endi teskarisini yozib chiqamiz. Mana shu sal qiyinroq bo'ladi. Bu yerda uje ana qilishinglar. Men apelsin, portakal, it, kalbun, oshpaz, yorisa, sut, lak, oyna, ventana, qayiq, barka, krushka, kap, ko'z oyna, megane. Shuna qilib bu yoqqa bir marta takrorlaysizlar, bo'ldi. Mana shu narsani assotsiativ xotira deydi. Sal shug'ullansanglar bo'ldi. Kuniga 10 daqiqadan bir oy shug'ullansanglar, olam guliston, miyali assotsiativ mashinaga aylanadi. Lyuboy g'alati so'zga o'zidan o'zi obraz keladigan bo'lib qoladi. Plyus bosib yuboringlar, iltimos tushunarli bo'lsa. Bunga hali yana qaytamiz. Qolgan usullarni o'rganib turaman hozircha. Ozgina shug'ullanamiz sizlar bilan birgalikda. Dahshat usul bu narsa. Qarab turinglar, yana bir marta. Men ozgina tasavvur ishlatasizlar bo'ldi. Umumiy, ya'ni bu usul qo'shimcha. Misol uchun tam flash kartalar bilan ishlaganingizda, boshqa narsa bilan ishlaganingizda mana shu usulni qo'shib ketsanglar bo'ladi. Sal o'xshash narsani topasizlar, prosta ulab ketasizlar. Bo'ldi. Endi tak,
Tim Donner mana shu insonni ko'ringlar, TED anaqada TED'da chiqqan TED Talks'da. Bu odam 23 ta tilni biladi. 23 ta. 23 ta til, 10 tasida bemalol gaplasha oladi. Arab tili, Xitoy tilini ham biladi. Nima qiladi shuncha tilni men bilmayman. Lekin bu inson hozir sizlarga o'rgatgan usulim bo'yicha so'zlarni yodlaydi. Massivini yodlaydi. Prям katta hajmda yodlaydi, 2 hafta, 3 haftada yodlaydi. Undan keyin grammatika bilan speaking o'tib ketadi. Bo'ldi, 3 oyda, 4 oyda har holda o'zini aytishi bo'yicha tillarni o'rganadi. Va 23 ta til juda ham ko'p. O'zi 5 ta til ham o'ta ko'p. No, shunaqa. Endi kuratorimiz ayrim natijalarni ham ko'rsatib beraman. Aniqroq tushuntirib beraman bu yerda. Misol uchun bizda bitta kuratorimiz arab tilida kichkinagina musobaqa o'tkazgan yigitlar orasida 736 ta til so'zni bir kunda eslab qolgan. Birinchi o'rinni olgan bola. Bittasi Islomxo'ja ismli yigit mingta so'zni qanchada eslab qolgan? Necha soatda? 14 soatmini? 1000 plus Bekzod qatda? Da, mingta so'zni 14 soat ichida eslab qolgan. 14 soat ichida. Aynan shu usul. Qaranglar. Faqatgina shug'ullanishingiz kerak, ozgina. Flash kartalarga yozasizlar, bam. Har safar men boya o'rgatdim, flash kartalarda mana bunaqa, men bilan qo'llinglar dedim sizlarga. Ya'ni anaqalarni, intervallarni qo'llinglar dedim. Intervallarni qo'llab flash kartalar yodlayotganingizda har bitta so'zga kichkinagina obraz bog'lab ketsanglar bo'ldi. Endi 3-usul, kontekst usuli. Kontekst usuli nima deydi? Har qanaqa so'zni kontekst ichida eslab qolish osonroq bo'ladi. Har qanaqa so'zni kontekst ichida eslab qolish osonroq bo'ladi. Ya'ni buni уже menimcha ingliz tili bilan o'qituvchi bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz zo'r tushuntirib beradi. Usul so'zni o'zini yodlamang. So'z bilan birgalikda shu so'zni ichidagi men boya aytdim, fraza, gap bilan birgalikda yodlashga harakat qiling. Gap. Ya'ni misol uchun stol bo'lsa, stol misol rus tilini o'rganyapsiz deylik. Stol bu stolda rus tilida. Tak. Misol uchun rus tilida strah degan so'z bor. Qo'rquv degan. Strah, qo'rquv deb prosta tak flash kartaga yozmangda, strahga tegishli qanaqadir gap yozing. O'sha gap ma'nosini tushunishga harakat qiling. Misol uchun, когда я вижу собаку, у меня просыпается страх. yoki во мне просыпается страх. Va hokazo. Ya'ni men kuchukni ko'rayotganda menda qo'rquv uyg'onadi. Shunchaki qo'rquv degan gapni o'zini yodlamanglar. Har bitta gapni yodlaganlarda kontekst bilan birgalikda yodlaylik. Gap o'sha so'zni yodlaganlarda so'zdan gap yasashga harakat qilinglar. Farqi yo'q, ingliz tilimi boshqa narsa ham algoritm beraman, mana qaranglar. Faqatgina so'zni emas, balki u qayerda ishlatilishini ham yozing. Misol uchun kitob o'qib o'tiribsiz, reading qilib o'tiribsiz, so'z chiqdi. So'zni o'zini yozib olishdan foyda bo'lmaydi. Hatto bo'lishi mumkin, no o'sha so'z ishlatilayotgan gapni ham qayerda nimani ichida ishlatilyapti, olib turib hali qilsanglar bo'ladi. Bu yerda kontekstni bitta zo'r tomoni bor. Kitob o'qiyapsiz-ku, men misol uchun ingliz tilida juda ko'p kitob o'qiyman. Kitob o'qiyapman-da, men ba'zi so'zlarni tushunmasam ham so'z nima ma'noni anglatayotganini bilaman doim. Misol uchun Jack deylik mana. Jack nimanidir ustiga o'tirdi-da, chopib ketdi. O'sha nimaligini bilmasam ham, o'tirib chopib ketganimiz katta ehtimol ot shekilli deyman. Yoki bo'lishi mumkin mototsikl, to'g'rimi? Minib ketdi bo'lsa. Okay, keyin yana haligi so'z keladi. O'sha narsaga Jack ovqat berayotgan bo'la. Ha, demak mototsikl emas, bu katta ehtimol ot deyman. Ot deyman. Tuya yoki ot. Ya'ni shunaqa qilib kontekst ichidan so'z nimaligini bilib olsanglar ham bo'ladi. Dictionaryni ishlatmasdan. Xo'p, demak, va kitobdan so'z yozib olasiz. Olib qo'yaveringlar bo'ldi. So'z yozib qolasiz. Xo'p, demak. Endi qarab turinglar. Mental ishlatish. Buni o'zi menga bitta o'qituvchi tavsiya qilgan, bugun keladigan speakerimiz tavsiya qilgan. Har qanaqa eslab qolgan so'zlaringlarni ichingizdan o'tkazib olinglar. O'zi til o'rganayotganda bu juda ham muhim. O'zingizni majburlab o'sha tilda fikrlashga o'rgating. Ya'ni o'zingizni majburlayinda o'sha tilda fikrlashga o'rgating. Ya'ni turingda aytingki, ha, demak, misol uchun suv, mana suv ichyapsiz. Suvni rus tilini o'rganayotgan bo'lsangiz vada bo'ladi. Suv ichyapman desa, ichingizdan mana suvni ko'rib, bu это вода deb fikrlashga harakat qiling. Qiyshiq fikrlash, noto'g'ri fikrlarsiz, sekin-sekin miyangiz o'sha so'zlarda, o'sha tilda fikrlashga o'rganadi. Tushunasizlarmi? Ya'ni so'z yodlaganingizdan keyin uni biror marta ishlatmagansiz. Bu narsa endi ko'pchilikda bo'ladi. Shuning uchun so'zlarni tasavvuringizda ishlatishga harakat qiling har safar. Xuddi go'yoki yosh bolalar qanday o'rganadi tillarni? Repetitsiya qilaveradi, lapa qilib yotadi. Yosh bola o'zi asli olganda taqlid qilishga harakat qiladi. Keyin sekin artikulatsiyasi moslashadi.
Bu yerdan eshitadi, bu yerdan takrorlashga harakat qiladi, bu yerdan eshitadi, bu yerdan takrorlashga harakat qiladi. Borgan sari o'sha gapirishni boshlaydi. Keyin biz nima deymiz? Yosh bolalar so'zlarni tez o'rganadi deymiz. Aslini olganda ancha vaqt ketadi. Endi psixologik to'siqlar bor bir nechta til o'rganish jarayonida. Birinchisi bu xatolardan qo'rqish. Odamlar xato qilishdan qo'rqishadi. Men sizlarga bitta narsani aniq ayta olaman. Akalar, opalar, singillar, xato qilish bu normal holat. Iltimos, xato qilish bu normal. Normal deb yozinglar chatga. Qo'rqmanglar xatodan. Kerak emas xatodan qo'rqish. Xatodan qo'rqish kerak emas. Xato qilish normal holat. Xato qilasizlar. Ingliz tilini o'rganib xato qilasizlar. Xitoy tilini o'rganib xato qilasizlar. Любой yangi narsa o'rganayotganda xato qilasizlar. Xato feedback beradi. Xato sizga sabab beradi. Tushunyapsizlarmi? Xato qilayotganingizda, misol uchun men uyda o'tiramanda, men xatolarimni yozaman. Men kecha aytdim sizlarga fail, men ertalab turaman shug'ullangani. Men o'sha faillarimni ko'raman. Qayerda xato qildim? Men savol beraman o'zimga. Qayerda xato qildim? Nima xato qildim? Nimani hisobiga shu xato qildim? Mana shu xatoni analiz qilish jarayonida men o'zimni kuchaytirib boraman. Mani weak pointlarim meni kuchaytiradi. Xo'p, endi kitobdagi ma'lumotni eslab qolish. Qaranglar, kitob o'qiysiz, lekin bir haftadan so'ng xayolingizda hech narsa qolmaydi. Buning asosiy sabablari bor. Men hozir aytib o'taman. 4 ta usulni beraman va bitta oxirida berilgan bitta usulim bor. Bitta eng kuchli usulim bor. Kichkinagina takoy kuchli usulim bor. Qaranglar, bu usulni ishlatganingizdan so'ng, mana shu oxirida beradigan usulimni, xotirangiz bir necha karra sirazi kuchayadi. Xotirangiz emas даже, eslab qolish qobiliyatingiz. Aniqroq qilib gapiradigan bo'lsa, eslab qolish qobiliyatingiz bir necha karra kuchayadi. Endi boshlaymiz. Birinchi usul. Tezis plus fikr. Tezis plus fikr usuli bu intellektual konspekt deyiladi. Misol uchun bitta kitob o'qiyapsizmi? Men sizga tavsiya qilaman. Agar mabodo kitobni eslab qolmoqchi bo'lsangiz, ichidagi ayrim 5-6 ta asosiy gapini o'zingiz yozib oling. Konspekt qilish O'zbekistonda ko'chirish bilan teng. Mana biz konspekt qilish ko'chirish deb o'ylaymiz. Konspekt qilish bu o'tirib olib hamma narsani ko'chirib chiqish. Mana bitta daftarga ochib olamizda, kitobni ochib olishadi, nima qilishadi? Kitobdan daftarga ko'chirishadi. Unaqa emas. Konspekt qilish qanaqa bo'ladi? Konspekt qilish o'qiyman, yopaman, tushunganimni yozaman. Mana shu konspekt qilish. Bu intellektual konspekt deyiladi. Mana shuni qilish, aynan shu narsani ishlatish, ya'ni Feynman usuliga o'xshagan usul bu. Sizni kitobdagi ma'lumotlarga eslab qolishingizni kuchaytirishni boshlaydi. Sekin-sekin ma'lumot hajmi ko'payishni boshlaydi sizda. Endi algoritm qanaqa? Kitobdagi bo'limni o'qidingiz, kitobdan asosiy 5-6 ta fikr yozib oldingiz yoki yozib olishga harakat qildingiz, o'qidingiz, undan keyin bir ham o'tirib o'ylang, nima edi shu o'qigan narsam? Sekin-sekin boshida tushuntirdim-ku, 3 ta narsa bor. Eslash, eslab qolish, ma'lumot saqlash va eslay olish qobiliyati. Mana shu 3-chi qobiliyat shug'ullanadi shunda. Kitobni o'qidim, ichidagi ma'lumotni qat'iy yozishga harakat qilaman. Endi kitob bilan solishtirasiz. Ya'ni kitob bilan yozib olgan narsangizni, konspektingizni bir marta solishtirasiz. Noto'g'ri yozgan joylaringizni prosta to'g'rilab ketasiz, bo'ldi. Esingizdan chiqqan joylarni yana qayta yozib olasiz. Shu narsani ongli konspekt deydi. Borgan sari miyangiz o'qigan narsangizni 60, 70, ehtimol 80% ni esingizda qoldiradigan bo'lib qoladi. Xo'p, demak, ikkinchi usul faol o'qish. Faol o'qish usuli passiv o'qish bilan faol o'qish farqini tushuntirib beraman. Passiv o'qish shunchaki o'qish. O'tirib oldingizda o'qiyapsiz, to'xtamasdan o'qiyapsiz. Va odatda odamlar passiv o'qiydi, deyarli hammasi passiv o'qiganimiz hisobiga boshqa joyga o'tib ketib qolaveramiz. Ko'z kitobda mana kitobni o'qiy o'tiribsizda. Ko'z bu yerda, xayol restoranda qayerda yuribdi. Mana shunaqa o'qiydi odam. Misol uchun bu yerda restoran degan biror so'z bo'lsa, restoranda bo'ladi xayol. Va qayergadir ketib qoladi. Xo'p, shuning uchun kitob o'qiganingizda faol o'qishga harakat qiling. Hozirgina o'qigan betingizni nima o'qiganingizni eslay olmay turgan bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan passiv o'qiyapsiz. Mana kimda bo'lgan? Menda deb yozing yoki men deb yozing. Kitobni o'qidingiz bir betini, umuman hech narsani eslay olmayapsiz. Hozir o'qigansiz. Mana bir bet hozir o'qigansizda, umuman hech narsa esingizda yo'q. Kimda bo'lgan? Men deb yozinglar. Men deb yozing, kimda bo'lgan mana shu narsa? Mana menda va hokazo. Endi passiv o'qish ong ishtirokini talab qilmaydi. Ongingiz umuman boshqa joyda, siz ko'zingiz bilan ketaverasiz.
Buning oqibatida yozilgan ma'lumot esingizda qolinmaydi. Endi algoritm. Birinchisi savol berasiz o'zingizga. Savol berasiz nima degani? O'qish boshlagandan oldin o'zingizga savol berasiz. Men hozir o'qimoqchi bo'lgan narsam menga qanaqa foyda keltiradi? Bu narsa nimaga yordam beradi? Bu narsa sizni ongingizni yoqadi. Ong yoqiladi, okey, bu foyda bor ekan deysiz. Misol uchun, oddiy bitta dars qilayotgan bo'lsangiz yoki bir narsa o'qiyotgan bo'lsangiz, nima uchun o'qiyapman degan savol berganingizda emotsiya o'chib, ong yonadi, sekin o'qishni boshlaysiz. Bu o'zingiz tayyorlaysiz. Ikkinchi qadam. Eslab qolish va so'zlash. Eslab qolish va so'zlash bu Feynman usuli deydi. Men usulning nomini yozib beraman sizlarga. Feynman usuli deydi bu narsani. Yaxshilab eslab qolinglar. Bu narsani Feynman usuli deydi. Qaranglar. Rejalashtirdingiz. Kitobni o'qiyapsiz, o'tirdingiz. Birinchi rejalashtirdingiz. Mana shu yergacha o'qiyman dedingiz kitobni misol uchun. O'tiribsiz, o'qiyapsiz va rejalashtirgan qismingizni o'qib bo'ldingiz. Birinchi savol berdingiz, bu kitob menga nima foyda beradi? Keyin rejalashtirgan qismni o'qib bo'lganingizdan so'ng o'qilgan asosiy joylarni eslashga va so'zlab berishga harakat qiling. So'zlab berishga harakat qiling. Men sizlarga hozir bitta savol beraman shu joyda. Qaranglar. Savol. Savol. Mana bu kitob. Supermiya. Xudoga shukr. Mana shu betni o'qidim. Bitta bola, men emas, Davron Turdiyev emas, bitta Luboy yigit keldi, bitta erkak kishi, ayol kishi farqi yo'q keldi. Bitta joy o'qidi. Yopdi. Qo'ydida va so'zlab berishga harakat qilyapti. Nech foizini so'zlab bera oladi? Sizlarga savol. Chatga yozamiz. Nech foizini so'zlab bera oladi? Chatga yozamiz. Nech foizini so'zlab bera oladi? Qaysi 80? Yo'q, kim 80% so'zlab bera oladi? 60, 10, endi 10, 30 yozyapti ko'pchilik. 80 deb yozganlar bilmayman, boshqa qaraqadir daholar dunyosida yashaysizlar menimcha. Meni atrofimdagi odamlar bu darajada emas. Ani chatga qarab qo'yinglar, yigitlar, chat qolib ketdi. Ko'rmayman. Xo'p, demak, endi xuddi shu savolni sal boshqacharoq. O'sha yigit, tam deylik, 10, 25, 3 kimdir yozyapti. O'sha yigit har xil kitobni olyapti, ya'ni buni oldi, o'qidi, so'zlab berdi. Tam qanchadan foizini so'zlab berdi, 100% so'zlay olmaydi baribir. Boshqa kitobni oldi. Har kun qaysidir kitobda bet o'qiyapti, yopib so'zlashga harakat qilyapti. Boshqa betni o'qiyapti, yopib so'zlashga harakat qilyapti. Boshqa betni o'qiyapti, shunaqa shug'ullanyapti. O'qib so'zlab berishga harakat qilyapti. O'qib so'zlab berishga harakat qilyapti. 1 yildan so'ng, 1 yil shunaqa mashqlardan keyin haligi yigit olib turib Luboy kitobni bitta betini o'qib, yopib nech foizini so'zlab bera oladi? Nima deb o'ylaysizlar? Yozamiz. 1 yil shunaqa mashqlardan so'ng foiz ko'tariladimi yoki yo'q? Mana уже foizlar ko'tarilyapti. Ko'ryapsizlarmi? 80 plus, boya bir kishi 80 yozgan bo'lsa, 90, 95, 75 yozyapsizlar. Ya'ni u kitobni o'qib so'zlab berishga harakat qilish kitobdagi ichidagi narsani eslab qolishga olib keladi. Tushunib olaylik shu narsani. Har safar o'qigan narsangizni so'zlab berishga harakat qilavering. Просто tak o'qimang. O'qidingiz, so'zlab berishga harakat qiling. O'qidingiz, so'zlab berishga harakat qiling. O'qidingiz, so'zlab. Borgan sari kitobdagi ma'lumotni miya so'zlab berishni biladi. Bittada ilg'ab qoladi. Bittada. Xo'p, dalsha. 3-chi qadam takrorlash. Ya'ni o'qigan joylarni yana bir marta qayta takrorlab chiqasiz, ko'z yugurtirib chiqasiz. 4-chi qadamda so'zlab berasiz yana bir marta. To есть o'qidim, so'zlab berdim, bir marta takrorladim, yana bir marta so'zlab berdim. Bang, bang, 2 marta urdim bitta joyga. Bu ikkita narsaga olib keladi. Birinchidan polni tekstni tushunasiz. Ikkinchidan 1 yil, yarim oy, yarim yil, 6 oy, 3 oy o'tgandan keyin o'qigan narsangizni bitta ilg'ashni boshlaydi sizni ongingiz, miyangiz. Mana ko'pchilik shu narsani oxirigacha tushunmaydi. Istalgan turdagi ma'lumotni eslab qolish uchun eng zo'r usullardan biri aynan shu. Taxminan 1 yil ham tez o'tadi o'zi. O'zi aslida olganda 3 oydan 6 oygacha bu narsa bo'ladi. Xo'p, endi yana bitta usul bor. Yana bitta usul bor. Mana bu usulning nomi mana bunaqa. Qarab turinglar. Mana usulning nomini mana shu yerga yozib qo'yaman-da, bunga qaytamiz. Usulning nomi Big Y. Bu usul
sizni xotirangizni boya aytganimdek bir marta ishlatasiz, mana shuni ishlatishni boshlaysiz. Eslab qolish qobiliyati srazu tam 3x ga ko'tariladi, plus minus. Taxminan 3x ga ko'tariladi. Endi bu usulga o'tishimizdan oldin bizda hali mehmon speaker bor, bizda hali onboarding bor. Kursim onboardingi bor. Men sizlarga hozir Supermiya loyiham haqida aytib beraman, so'zlab beraman. Big Y ga o'tishimizdan oldin tayyor bo'lsanglar, plus bosib yuborsanglar bu. Men bir chekkadan boshlayman. Kecha ham so'zlab berdim, kecha ham aytib berdim. Hammaga tavsiya qilaman o'tirishni oxirigacha. Mabodo agar sizlar loyihaga qatnashmaydigan bo'lsanglar ham baribir ko'rish tavsiya qilaman, chunki undan keyin biz ekspertimiz bilan suhbatlashamiz, mana bu yerda o'tiramiz, savol-javob, Q&A session qilamiz. Siz uchun foydali bo'ladi. Tilga tegishli ekspert chaqirganman. Undan keyin Big Y usulini men sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni katta nimaga degan usul. Mana bu yerdagi chatni to'g'rilab bersanglar yaxshi bo'ladi ekan. Mehmon kim endi bilasizlar, hozir ko'rasizlar. Kecha kim to'g'ri topdi, kim noto'g'ri topdi ko'rasizlar hozir. Xo'p, demak,